Tozaligiga qaramaydi, kelib qozonda ovqatingizga qaraydi. Chunki erkak kishi jahli chiqsa, Aldamaydi deganingizga bitta narsada juda samimiysiz, hammaga ishonuvchansiz. Hech aldanganmisiz? so'zlari yomon, ich-ichimgacha o'tib ketadi. Alohida yashash qiyin bo'lmadimi? O'zidan qiynalgan odam yasashadi. Bitta gap so'rab oling, u qanaqa kun bo'lgan? Hamma narsa tayyor. Yorqin aka yo'ladi. Yorqin Hoji Umarov yo'li. Yorqin Hoji qaysidir viloyatda deyaptilar-da menga. Halima opa rahmatli keldilar-da, anaqa unda bolalarni o'qitardilar, qizlarni, o'g'illarini bizda kursda o'qishayotdi. Muhabbat jo'q dema jonim. O'rtoqlar, bugun bizani oshxonada ko'rib hayron qolasizlar, to'g'rimi? Hayron qolishmayapti. Qolishmayaptimi? Chunki bilamanki orqamizdagi logotip bilan tanishadi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Biz payshanbada yana sizlar bilan ko'rishdik. Bugun tashqarida emasmiz, ichkarida oshxonadamiz. Hayron qolmayapsizlar va sizlar bildinglarki, biz bugun food blogerni xonadonlariga keldik. Men qo'shimcha qilib o'taman, food bloger emas, oshpaz. Turmush o'rtoqlarini qo'llab-quvvatlashlari bo'yicha chempion ayol desa ham bo'ladi ularni. Bugun Muxlisani xonadonlarida mehmondamiz va bugun Muxlisa bilan yaqindan tanishamiz. Studiyamizga Muxlisani taklif qilamiz. Keling Muxlisa. Yaxshimisiz? Charchayapsizmi? Nimaga bugun formangizda emassiz? Endi ro'za bo'lganiga ovqat qilmasam kerak. To'g'ri taxmin qilibsiz. Bugun biz Muxlisani qiynamaymiz. Ularga oshxonadan emas, hayotdan savollar beramiz. Bugun sizga ovqat pishirtirmaymiz. Bugun esa biz sizlarga Muxlisani food bloger va oshpaz emas, ayol sifatida tanishtiramiz. Shaxs sifatida tanishtiramiz va o'zingizlar uchun ularni boshqatdan kashf qilasizlar. Tanimaganlar esa o'ylaymanki, albatta ularni yoqtirib qolib, obuna bo'lib kuzatishda davom etasizlar. Tayyormisiz suhbatga? Albatta, tayyormiz. Unda boshladik. Boshladik. Ketdik. Kayfiyatingiz qanaqa? Yaxshi. Yaxshi. Nimadirlar kutyapsizmi intervyuda? Bilmadim. Aha. Boshladik, o'rtoqlar. Yaxshi kayfiyat bilan. Ha. Bitta narsa kelishib olaylik. Kechagina ko'rdim. Qozsanda shu joylarga kesish kerakmidi? Sani gaping yo'q bo'lib qoladi, men uni kessam. O'shanga Ha. gapimni bo'lma, menga ham gapirtirishga ber. Endi o'zi ayollar gaplashsachi, bir-birini ustiga chiqib gapirib turishar ekanda, o'shanga xafa bo'lma endi. Yo'q, men xafa bo'lmayman. Men prosta kecha xatoyimni yaqqol ko'rdim-da. Ko'rdingmi? Ha, rahmat. Xullas. Muxlisa, men sizni shaxsan xo'jayiningiz orqali taniganman. O'zlarini mashhur bo'lib ketgan, hamma joyda aylangan bitta videolari orqali. O'shanda men aytdim, nima haqida dedingiz hozir? Duo. Yo'q, emas. Emas. Uni nech bildiradi? Shakarni nech bildiradi? Baxtli ayol. Ha, baxtli ayol. Haqiqatan ham shularning narxini bilmaysizmi? Nima desam ekan, birga bozorlik qilamiz. Endi yoddan bilmayman, masalan, har kuni narx o'zgaradi-ku. Lekin haqiqatan ham gaz svetlarni umuman bilmayman ham, u narsani o'ylamayman ham. Ko'pchilik shu narsaga e'tiroz bilan yozishdi. Ana kuni ham bir joyga borsam, go'sht nech pul deyishdi. Birinchi tushunmadim-da. Esa go'sht nech pul deyishdi. Keyin yetib keldi, ana videoni aytishyapti-da. Salonda endi ayollar. Shunda biz baxtsiz ekanmiz deb narxlarni bilsak deyishyapti-da. U yerda narx bilgan ayol baxtsiz emas. U yerda narxi bilsa ham o'ylamaydigan. Xolodilnik, o'sha muzlatgichda hamma narsa tayyor. Gaz svetlar to'langan, Wi-Fi'lar to'langan. U narsani o'ylamaydigan ayol haqida gap ketganda. O'zlari bilmagan holatda bir trendni kashf qilib qo'ydilar. Uni qayerdan bu fikr ularga keldi bilmayman. O'zi storieslarida hozir men uyga boray, sizlarga baxtli ayol kimligini ko'rsataman deb qiziqtirib, auditoriyalarini shunaqa kelganlar. Keyin uyga kelib, shunaqa oldilar. Keyin men uni ham qiziq bo'lgani uchun storiesda montaj qilib postga qo'ydim. Ko'pchilik ayollarga manzur keldi. Bular sizdan o'tgan blogerlar. Sizdan-da o'tib ketganlar. Instagramning strategiyasini yaxshi bilar ekanlar. Progress bilan chiroyli qilib boribdilar. Men o'zi bu savolni berishimdan maqsadim sizni baxtingiz haqida so'ramoqchiman. Sizni haqiqiy baxtingiz o'zi nimada? Meni eng asosiy baxtim oilamda. Kimdir endi ishidan topadi. Baxt hamma har xil tushunadi. Meni eng asosiy baxtim oilamda, farzandlarimda.
Nimaga buni aytyapman? Bu narsaga yana amin bo'lganim yaqinda men operatsiya bo'ldim. O'sha paytda menda juda kuchli hayajon bo'ldi-da, 1 oycha bo'ldi. O'shanda doktorlar meni tinchlantirish uchun faqat yaxshi narsani o'ylang. Esingizdan chiqaring, juda hayajonlanyapsiz. Sizga hozir narkoz ham ta'sir qilmaydi. Men uxlatib qo'yinglar deyapman-da, bilmaydiman bu narsani. Yaxshi narsalarni o'ylang deganda, meni xayolimga o'sha aytaylik o'quv markazim yoki ana tillalar, mashinalar yoki oxirgi rusumli meni telefon hech narsa ko'rmadi. Faqatgina ko'z oldimda o'sha oilam, farzandlarim, mana chet davlatlarga borganimizda bolalarning quvonchi, faqat shu narsalar o'tdi. Mana bir lahzada faqat bolalarimning quvonchi. O'shanda bildimki, odam uchun eng aziz narsa bu oilasi ekan. Bu ish, mana bu kiyim bir narsalar emas. Eng aziz narsa mana shu oilamligini o'shanda tushundim. Bitta mashhur insonning gapi bor. Oilasida baxtli bo'lgan odam qayerda bo'lmasin baxtli bo'ladi degan. Demak, sizni baxtingiz oilangizda, farzandlaringizda. Har bir ayolga shunaqa baxt nasib qilishni xohlayman. Nafaqat ayolga, har bir insonga. Gapir. Yig'lagim kelmayapti, menga gap bermayapsizlar. Men bugun gapirmaslikka ahd qildim. Yo'q, gapir. Gapirvardim. Nima operatsiyani boshdan o'tkazdingiz? Ichaklar bo'yicha. Bu endi ayollarga ko'p ayollarda uchraydigan hozirgi kasallik, tug'ruqdan keyin bolalarda mana ich qotishda bo'ladigan kasallik. Bu narsalar menda bo'lardi. Ham 5 ta tug'ganman, lekin kichkinam kesarova bo'ldi negadir ham. Egizaklarni hattoki o'zim tug'gan edim. Shu yillar davomida o'sha doktorga vaqtida bormagan natijasida oxiri mana operatsiya darajasiga keldi. Lekin og'rig'i shunaqa operatsiyadan keyingi og'riq shunaqa bo'ldiki, har kuni dodlaganimdan tug'ganim 1000 marta yaxshi ekan dedim. Juda ham og'riqli o'tdi. Va lekin bu operatsiyangizni ko'pchilik noto'g'ri ham o'ylashdi. Ko'pchilik oshqozon operatsiyasi ham deyishdi. Endi hamma har xil taraflama aytishdi. Endi men nima desam, bunaqa semiz emasman, oshqozonim oldiradigan. Endi qizlarning o'zini auditoriyasi bor, profilim bor. U yerda qizlarga tushuntirib berdim. U yerda 70% ayollarda shunaqa kasallik ekan. Ko'pchilik qayerda qildirdingiz, qanaqa ekan? Hozir faqatgina mavzuyimiz shu haqida bo'lib qolgan hozir. Gapingizdan kelib chiqib, shuni maslahat bermoqchimanki, sog'lig'imizga o'z vaqtida e'tiborimizni qarataylik. To'g'ri. Sababi hozirgi kunda, hozirgi kunda emas, bizga eng kerakligi bu bizning sog'lig'imiz. Sog'lig'imiz bo'lsa, qolgan hamma narsa bo'ladi. Особенно ayollarga. Sababi biz oilamizga sog'lom kerakmiz. Albatta. Shunaqa. Operatsiyani so'radim. Operatsiyadan keyin mana Aliya turmush o'rtog'ingiz haqida savol boshladi. Aslida sizni muvaffaqiyatli bo'lishingizga turmush o'rtog'ingizning hissalari juda katta. Sizni har doim qo'llab-quvvatlaydilar. Ham moral, ham moliyaviy, sizga juda ko'p vложениялар qiladilar. Bu sizga aslida ishonchlaridan. Hozir kirib kelishimiz bilan siz bilan shunaqa faxrlanib aytayotdilar. Men sizni foodbloger desam, yo'q, bu foodbloger emas, bu oshpaz. Shunaqa ta'riflab berdilar. Bu e'tiborga, nima deydi, e'tirofga loyiq deydi. Menga mana shu hamma gapimdan kelib chiqib endi savol beraman. Menga turmush o'rtog'ingiz bilan qanaqa tanishganingiz qiziq. Oqotdagi Shahzodani qanaqa uchratgansiz? Qayerda uchratgansiz? Sizni qanaqa topganlar yoki siz topganmisiz? Shu hammasi bizga va tomoshabinlarga albatta qiziq. Bu haqida ko'p so'rashadi. To'g'risini aytsam, bu narsani mendan ham ko'ra o'zi ulardan eshitsangiz, xuddi shu paytga qaytib qolganda, ya'ni shunaqa qiziqtirib aytadilar-da. Taklif qilamizmi? Davraga kuyov bolani taklif qilamizmi? Shu joyda kelin bola to'xtab turing deydi. Qanaqa bo'ladi? O'zlari gapirib bersalar. Huzur aytaveradi. Hozir bizni hozir Muxlisani turmush o'rtoqlari ham davradalar, faqat ekranda ko'rinish xohlamadilar, lekin har bir gapni eshitib, o'zlari ham bizani qo'llab-quvvatlab turibdilar, har doimgidek. Shuning uchun hozir endi o'zlari sizga qoldirdilar gapni. Bemalol necha marta eshitgansiz, o'zingiz boshidan o'tgan turmush o'rtog'ingiz gapirgandek qilib gapirib berasiz. Xo'jayinim migratsiyada ishlaganlar, unda 25 yosh bo'lganlar. Men mana shu Oqtepa oshpazlik kolleji bo'lgan. Unda nomi Toshkent menejment va texnologiyalar kolleji. Ichida umumiy ovqatlanish yo'nalishi bo'lardi. O'shanda 2-kursga o'tganman. Endi 17 ga to'lgan paytim.
xo'jayinim o'sha migratsiyada nima desam ekan, odamlarni chet el davlatida ish bilan ta'minlashgan davlat tarafidan. O'shanda Rossiyaga ham qaytib ham oshpazlik kerak bo'lgan ularga-da, oshpazlik kollej bo'lgani uchun bizda hamma texnologiyalar bor edi. Bu yoqqa kelib oshpazlarni imtihon qilishgan. O'shanda kollej endi ovqatlanishga aloqasi bor, hamma pazanda qizlar shu yerda direktorimizdan yaxshi qizlar yo'qmi deb so'ragan ekanlar. Keyin direktorimiz aytganlar, bu yerda 16, 17, 18 yoshli qizlar, chunki 3-kursam 18 yoshli. Sizga endi to'g'ri kelarmikan? Yoshlari baribir 8 yosh ko'ramiz. Siz anaqa ko'rsatavering, ko'ramiz yog'in deganlar. Shu bo'yicha hamma o'sha sinfxonalarga kirib, "Bo'la yaxshi o'qisanglar, chet el davlatlarga o'qishga yuboramiz." Shunaqa deb, nima desam ekan, endi jalarim osmaganlar-yu, anaqa suhbat qilib ayirib ishga bolg'onlar aralashtirganlar. Shunaqa suhbat qilib chiqib, o'zi maqsad har bitta sinfxonada qizlarni bunday ko'zlarida ko'rib chiqqan ekanlar. Malika qoyil qoldim bularni planlariga, sababi erkak kishini deydi-yu, qalbiga joy olmoqchi bo'lsang, cheris oshqozon deydi-yu, bular oshpazni tanlaganlar. Menga hozir meni qoyil qoldirgan jihatlari strategiya. Har bir ishga jiddiy kirishish strategiya bilan shunaqa. Xullas, bizning sinfxonaga to'g'ri kelganlar. U paytda men hattoki qaysi partada, qaysi stolda o'tirganimni ham eslolmayman, lekin ular haligacha eslardi. O'rta qatorda 2-partada o'tirgansan deylar, shunaqa. Xullas, kirganlar. Endi meni holatimda qanaqa direktor bilan o'sha tekshiruv keldi deb qo'rqitishgan bizani. Hamma endi direktor kelsa, bolalar ham yo'q joydan paydo bo'lib qoladi-yu. Biz o'tirganimizda shunda kirib kelishgan. Kelib keladi, endi anaqa o'zi doimiy kerak bo'lsa kostyum-shimda uxlaylar ham-da. Ana shu darajada kostyum-shimni yaxshi ko'radilar, doim shunaqa kiyinib yuradilar. Galstuklarda. Paytda kelib keladi, kirib kelganlarda, xuddi shunaqa, yaxshi o'qisanglar, shunaqa joyda ishlayman, o'zlarini tanishtirib kelganlar. Gapirganlar, bo'ldi, chiqib ketganlar men nazarimda. Ular nazarlarida o'sha qarayotgan, o'sha gapirayotgan paytlarida men qanaqadir qarab qolgan ekanman. Ko'zimizga tushib qolgan payt bo'lgan ekan. Bo'ldi, shu qizdim direktorimizga chiqib, "Mana shu partada, mana shu qiz, mana shu tarafda o'tirgan" deb aytgan ekan. Даже men bilan gaplashmaganlar, bundoq bo'ybastim ko'rmaganlar. Umuman, prosta shunchaki bitta ko'rishdagi muhabbat bo'lganmi? Shunaqa deb aytganlar. Menga siz tarafingizdagi muhabbat qiziq. Jiddiy endi biz ko'rish paytida hammamiz yosh, bola bo'lganmiz. 5 yoshimda Toshkent shahar migratsiya boshlig'i bo'lganman. 25 yoshimda Toshkent shahar o'sha byuro bo'lardi, o'sha yerda migratsiya bo'limi boshlig'i. Ya'ni bu должность O'zbekistonda o'zi 3 ta odamda bo'lgan. Hali viloyatlar, Farg'onalarni ham o'zimiz ochib berganmiz. Respublikada ishlaganman, respublika bo'lgan, shahar bo'lgan. Andijonda ham, boshqa yo'llarda ham hamma yerda hokimiyat shug'ullangan. Ya'ni aytmoqchiman, 25 yoshda uncha odam bu должностьda o'tira olmaydi. To'g'ri, bular endi hayotga jiddiy qadam tashlab bo'lgan mustaqil inson. Planlaridan bilsang, ular direktor oldilariga olib, xonama-xona komissiyaga o'xshab. Hozir ham migratsiyada ishlaysizmi? Menga qiziq. Bu bilmaydi. Direktor 6 yarim jo'natib yuborganman. Men adresim olishchiman. Yo'q, o'zi aytmoqchiman. Men senga mana yaxshi qiz topib berdim deya yordam berib o'rganman 6 tasiga va ketgan. Xo'p, direktorga kirib, o'rta qatordagi 2-partadagi qiz menga boshqacha nigoh bilan qaradi, shuni adresingni olib bering deganmilar, nima deganlar? Shunaqa degan ekanlar, adresi. Keyin voy, bular kichkina qiz 17 yosh, yo bu desalar, keyin yo berayman anaqa, o'sha qiz o'zim gaplashib olaman. U paytda biz o'zi kollejda 4-5 ta qizlar mana shu kulinariya bo'yicha nima deydi, boshqalardan ko'ra iqtidorimiz bo'lardi-da. Qayerdadir vystavkalar bir narsa bo'lsa bizani olib ketishardi. Direktor ham ko'proq bizani tanishardi boshqa kursdoshlarimizga nisbatan. Ular berganlar 2 kunga qolmay uyimizga Oyjon kirib kelganlar. Menda endi nima desam ekan, tog'amni qizlari ham bo'lganda, kattaroq. Biz endi o'ylaganmiz, ularga kelishdi-da. Oyjon kelganlar. Endi u paytda fevral oyini oxiri edi. Fevral oyini boshi ekan kelganlardi. Endi sovuq bo'lgan, paltalarini yechib, anaqa qo'l sapoklarini, oyoqlarini bunda taqolmaganlarmi, yecholmaganlarmi. Men endi kichkina qizman, uyga mehmon kelgan. Bor shunday yechib qo'yganman. Oddiy bu narsani bir alohida bir anaqa iltifot qilish, bu narsa uchun emas, просто yechib qo'ygan.
bo'ldi oyijon o'shanda bo'ldi o'sha ko'nglim olgansiz deyiladi haligacha o'shani aytadi man unaqa nima desam o'sha qilishim kerak deb emas shunchaki borib yordam berib yuborganman keyin o'sha gap orasida endi buvim rahmatli unda gaplashganda man sovchilikka keldim hech qizingizga deb qolishgan man shokda bo'lib qolganman kimdan nima tushunarsiz bo'lgan chunki kichkina bola bo'lganmiz keyin uchrashib ko'rishsin deb sovchilikka o'sha anaqa uchrashuvga aytishgan chiqsangiz komissiyadagi bola umuman o'sha anaqa kepkalarda endi baribir bir marta ko'rgan odamingizni unchalik eslolmaysiz o'sha kostyum shimlada o'sha ovqatdagi shahzodangiz deysiz-ku u paytda oq Nexia 3 edi Nexia 1 edi unda o'sha oq anaqa nima kostyum shimdali oq emas qora kostyum shimda lekin pol paltalada bo'ylari baland chiqishim bilan eshiklarni ochib berib haqiqiy jentlmen qizli kutadi-ku ovqatdagi shahzodasini xuddi shunaqa orzuyimdek bo'lmasam birinchi sovchi birinchi sovchiga bo'ldi shu bilan taqdiringiz hal bo'lib ketgan birinchi uchrashuvda o'sha birinchi sovchiga bo'lganmiz manda shunaqa bo'lgan endi bo'ladi конечно man nechinchidiram bo'lsam kerak chunki juda shahar bir yarim qizni ko'rganlar va mana to'yimizga sabab ham mana xo'jayinim mendan 8 yosh kattalar 10 yil oldinda yuradilar mana o'sha paytda ham mana migratsiyada bo'lim boshlig'i bo'lgan bo'lsalar 25 yoshlarida hozir ham o'sha paytda birinchi uchrashuvimiz ham bizani hozirgidek teddilar sharlar gullar bo'lmagan o'sha paytda ham masalan kir yuvish dazmol qilishni bilmayman chunki bizani uyimizda adam bo'lmagan edi erkak kishini ko'ynashini dazmol qilmaganman birinchi uchrashuvda qanaqa dazmol qilish kerak kelajak mana 10 yil keyingi holatimizni aytib berganlar chet ellarga boramiz bolalarimiz bo'ladi mana bunaqa o'sha paytda ham kelajak haqida gapirardilar hozir ham mana uyimizda bugungi kun emas 10 yil hozir biz bolalarni ularni anaqalarida o'qitib уже uylantiryapmiz shunaqa kelajak keyingi holatni ko'radilarda futbol haqida gapirmaydilar masalan yokida kerak emas gapirmasda faqat kelajak haqida gapirganlar shu bo'yicha bo'lib ketdi tashqi ko'rinishlardan e'tiboringiz tortdilar albatta qaysi xarakterlari sizni e'tiboringiz tortib ko'nglingizdan joy olishlariga sabab bo'lgan samimiy yaxshi insonliklari endi yuzlaridan bilinadi kulib turadilar man o'zim ham shunaqa bolalarimiz ham hozir mana oddiy gapni ham kulib gapiramiz eng yomon ko'rganimiz o'zi oilamizda ham xo'mraygan insonlar mana qaynona qaynotamgili ham hammamiz kulib muomala qilamiz samimiy o'sha mehribonliklari o'sha nima desam ekan yana bitta jihatlarini juda ham qadrlayman mana kecha ham syomka bo'lishidan oldin kelib birgalikda qildik har doim birga podдержка qiladi man erkak kishiman u ishini qilishim kerak emas degan narsa yo'q o'sha yangi kelin bo'lganimda man bular 4 ta o'g'il bitta qizlarda juda katta xonadonga kelin bo'lib tushganman man o'zim bitta farzandman uyda buvim onam bo'ldi boshqa hech kim bo'lmagan keldi ketdi mehmon juda katta hovli juda ko'p ish shunaqa xonadonga tushganman man yoshman 17 yosh chunki qizlik uyimda umuman ish qilmaganman baribir o'qishga borib kelganmiz dazmollarni o'sha ko'ynashim bilan dazmol qilish uy ishlari hammasini podдержка qilib yordam berganlar mana shu ko'ynashim dazmol qilishni man xo'jayinimdan o'rganganman o'sha ertalab 4 ta o'g'il qaynotamni hammalikni ko'ynash shimligisi dazmol dasturmol naskigacha har kuni bunday veshilkali qilib pastga oyoq kiyimligisini moylab qo'yardim siz shuni qilardingiz haqa kichkina qiz nima deydi hozirgi zamonaviy tilda aytganda современный oiladan bu современный deyilmaydi kam oiladan katta ro'zg'orga kelin bo'lib tushgansiz shok bo'lib qolmaganmisiz qiyinchilik bo'lgan lekin buvilarni tarbiyasini olganim uchun bu yerda ham buvijon bo'lganlarda qaynotam bilan onalari qanaqa desam ishdan odam o'lmaydi shu narsa bizga o'rgatilganda endi hozir mana bu internetda har xil xizmat qilish kerak emas faqat erni qilish kerak o'zini sevish kerak u narsalar bo'lmagan bizada o'sha uyda nima toshli qotish kerak xizmat qilish kerak kelinlik vazifasi manda rostmana kelinchilik bo'lgan o'sha 4:30da vaqtida turib o'sha ko'ynak lozim o'shani qip qizil rumyanalar surib rostmana kelin bo'lganman soat 1:30da qachonki ruxsat berilsa kirganman o'sha xonaga shu darajada va qaynotamlar 4:30da turib aynan bizani oynamiz tagida namoz o'qirdilarda qaynotamlarda anaqa bor tomoq qoqib qilib yuradigan anaqa odatlari bor bo'ldi o'shani o'zi menga budilnik edida 4:30dan kech turish уже obed bo'lib ketib bo'lardi kelinlar uchun hozirgi kunda qiz o'stiryapsiz
ikkita. Ikkita qiz o'stiryapsiz, bir-biridan shirin, ko'z tegmasin, ularni ham xuddi o'zingiz kabi tarbiyalayapsizmi? Turmushga xuddi shunaqa tayyorlayapsizmi? Hozir o'zingiz aytdingiz, o'zim gapingizni bo'ldim. O'zingiz aytdingiz, internetda hozir har xil roliklar chiqyapti. ham hozir davr ham boshqa. Davr boshqacha, lekin siz qanaqa tarbiyalayapsiz? Qizlarim hozir 8 yoshda, egizaklar, bo'mbaloqchalar, ular hozir adasining qizlari rosa erkatoy. Hozir lekin uyda men bolalarga juda ham qattiq qo'lman, urishaveraman. Даже hattoki o'g'illarim ham qizlar yoyib ketsa, "O, erta kelin bo'lasan" deb boshlashadi. Birinchi gapi shu, "Qara, yoyib ketishingni" deb. Qizlarimizni xo'jayinim xohlaydilar. Endi boya aytganimdek, sovchiliklarga rosa borganlar deyman-ku. Bittasini aytadilar. Bitta joyga borsalar, endi juda anaqa kimnidir qiz ekan. Ko'chadan keldi, tirnoqlari mamunda olibdi, bitta qiz kirib keldi deyaptilar. Shunday kiyimini yechib, almashtirib, tandirda somsa yopib ketibdi. Haligi qiz juda ham zamonaviy qiz. O'shani ko'p menga aytib beradilar. Mani qizlarim ham anaqa dunyo bo'yicha ham, bilim bo'yicha ham aqlli, o'ziga qarab yuradigan chiroyli qiz bo'lishadi, lekin buyoni ham kerak bo'lsa tandirda ham somsa yopib, nima deydi, oshli anaqa o'choqda oshli qilib beradigan qizlar bo'lishadi deb niyat qiladilar. O'zim endi oshpaz bo'lganim uchun har kuni menda qizlarim, bolalarim ko'rgani uchun oshxonaga mehri boshqa. Hozir ikkinchi o'g'lim o'zi blog ochib, o'zi ovqatlar qilishlarni o'rgatyapti, birgalikda. Ovqat qilishdan xudo xolasa muammosi bo'lmaydi. Endi zamonaviy, hozirgi bolachalar ruscharoq-ku. Xudo xolasa yaxshi kelin bo'lishi, bitta joyi chiroyli bekasi bo'lishini xohlaymiz inshaalloh. Inshaalloh. Hozir Biz oldinlab ketdik, sen. oldinlab ketmadik. Hozir qaytamiz. Hozirgi kunda ikkita bolali bu juda kam, 4 ta bolali moda bo'ldi. Siz ulardan ham o'tdingiz. 5 ta bolali onasiz, lekin ko'rinishingiz juda ham yosh, lekin o'zingiz yoshligingizda bitta farzand bo'lib o'sganman dedingiz. Boshqa farzand bo'lmagan dedingiz. Chunki sizning niyatingiz ko'p farzandli bo'lish bo'lganmi? Men oilada mana bitta farzandman. Na akam, na opam, na singlim, na ukam bor. Endi sababi adamlar chaqaloq paytimda o'tib qolganlar. Shu bo'yicha onam turmush qurmagan ekanlar. Men mana sinfdoshlarim, o'sha mahalladagi o'rtoqlarim qizlarni ko'rsam, maktabga masalan borsak, ular jalba qilardi, singlisidan, ukasidan ruchkam olib qo'yibdi, koftam kiyib ketibdi. Ahmoq, jinim, nasan asabiylashardi yoki ko'p tugim yo'q, undoq. Amanda hamma narsam bo'lardi-da, talashadigan odamim bo'lmasdi. Zerkardim, juda ham mana o'yinchoqlar bilan birga o'ynab, rosa zerkardim. Katta bo'lsam, xudo xolisa, bolalarim ko'p bo'ladi. Endi men unda tushunmasdim, nimaga men bittaman deyverardim-ku. Keyin o'sha kattaroq bo'lib bildim. Va hozir o'zimning uyimda shunaqa o'rto'polon, janjal, yoyilgan, bir-birini narsasini olgan, sindirgan, xonasini yoygan, bir xillarida jonimdan o'tib ketadi. Yoyilib 5 ta bola bilan o'zimasdi. Yoyilib, to'polon qilsa aytaman-da, baqirib yuboraman-da, keyin o'sha yoshligimda qilgan niyatim esimga tushib, alhamdulillah deyman. Boriga shukr shularni. Chunki o'zimda shu narsalar bo'lmagani uchun bolalarim ko'p bo'lish niyat qilganman. Endi xo'jayinimda menimcha ko'p bolali bo'lish niyat qilmaganlar. Hozir ham aytaman, bolalar shuncha bo'lishini bilarman desayman-da. O'zi 2 ta o'g'il, 2 ta qizimiz bo'lganda. Bo'ldi, endi 4 ta bola komplekt ikkalasidan ham bordik. Endi kichkinamizni qanaqadir master-klasslar qiluvdim men bu o'quv markazimizda, kichkina bolachalarga, junior chef degan. O'zi 4 yoshdan qilib qo'ydim uni. Endi bolachalar, o'zim bolalarim men pizzalar, burgerlar, nimadirlar qilishardi. 2 yoshli, 1 yoshli bolachalarni ham olib kelishdi. Ya'ni xamir o'ynasa bo'ldi, qatnashsin deb. O'shandan formalarni kiydirib, ko'tarib qaraganimda, bolacha sog'inib qoldimmi? Xullas, kichkinamni tug'di, lekin hozir uyimizning eng shirin toyi, erkatoyi hozir shu Yasin, eng kichkinamiz bo'lib qoldi. Yaxshi ham tug'imman deyman. To'g'ri. O'zi qari deb endi ko'ngilga olmay, o'zi qariganda bitta ovunchoq bo'lish kerak deyishadi. Opada ham bitta ovunchoq bordi, yaqinda olib kelgan ovunchog'ini. Javunchoq yaqin emas, o'zi katta qiz bo'lib qoldi. Otasiz o'sganman dedingiz. Bu aslida buni gapirish sal g'alati emas. Qanaqa aytsa bo'ladi? Og'riqli mavzu. Lekin 17 yoshingizda kelin bo'lib tushdingiz. Menimcha qaynotangiz sizga ota bo'ldilar. Menda kichkina paytingizda endi anaqa adasiz paytingiz faqatgina bolachalarda, mana hozir o'zim qizlarimdan ham ada deganda pul deb bilishadi-da, narsa olib beraversalar,
manda faqatgina o'sha narsalar bo'lmasa yokida kimdirlar adasi erkalasa o'shanda o'ksinardim nimaga adam yo'q deb. Katta bo'lganimda aytganingizdek hozir men bir qizlarni uzatilish videolarini ko'rsam yig'lab olaman. Adasi aynan peshonasidan o'pib chiqarib yuboradigan paytda menda shu narsa armon. O'shanga xo'jayinimni hammadan ham ko'p duo qilamanki, umringiz uzoq bo'lsin. Qizlarimizni shu peshonasidan o'pib kuzatib yuboring. Chunki bu narsa men uchun armon. Shunaqa. To'yingiz kuni qanaqa bo'lgan o'zi? Qanaqa o'tgan? Menda to'yimda endi uchta tog'amgalar bo'lishgan, ular kuzatishgan-ku. Lekin baribir o'sha aynan yordagi adani anaqasi armon menda. Shunaqa hozir ham mana videolar ko'rsam yig'layman. Xo'jayinim ada bo'lgan qiz bolari bo'lgani uchun ularda qiz bola tug'ilsa erkak kishi umuman o'zgarar ekanda. Ikkita o'g'limiz bo'lganda bunchalik emas edilar. Qizlarga juda ham boshqachalar. Hozirdan yig'layveradi. Voy siz uzatsangiz menimcha dodlab yig'lasangiz kerak deyveraman. Lekin nima desam ekan, turmush o'rtog'im o'sha namozlarda so'rab olganman deb bularni. Hozir yozishadi. Qanaqa qilib shunaqa mehrli bo'lish mumkin? Mandek o'tgan, anaqalarni bilishmaydi-ku. Masalan, yoshligimdagi niyatlarimni, duolarimni, qancha duolarni evaziga berilgan bu inson masalan. Hozir ham ota o'rnidalar ko'p podдержка qiladilar. Haqiqatan ham har taraflama erkatoy qilib olib yuradilar. Men shuni so'ramoqchi edim. Yoshlar katta bo'lgani ham, siz o'sha o'rtanglardagi yoshni farqi ham o'sha otadagi mehrni qoplab berayotgan bo'lishlari ham mumkin. Qurilish ishlari, biz yangi uylarga kelganmiz. Shu sababdan ovozlarga, har xil ovozlarga endi rozi bo'lasizlar. Turmush o'rtog'ingizni shunaqa ko'zlaringiz chaqnab gapirasiz, ilohim aytganingizdek umrlari uzun bo'lsin. Kichkina oiladan katta, to'liq oilaga kelin bo'lib tushdingiz. Men o'ylaymanki, otalik mehrini qaynotangizdan oldingiz. Oldingizmi? Oldingizmi endi savolim. Adajon o'zi oyijondan ham ko'ra adajonga haqiqatan ham yoki adam bo'lmaganlari uchunmi mehrim boshqacha. Shu yaqinda operatsiya bo'lganda narkozdan chiqishim bilan nimagadir qaynotamdan so'rayman. Chunki o'zi boring chunki o'zlari ham bu muolajani o'sha operatsiya boshlaridan o'tkazganlar-da, biladilar uni qanchalik qiyinligini. Boring vaqtida boring qildirib oling deb menga har uchrashganimizda aytib yangi kelinligimda o'sha 17 yosh paytim bola bo'lganmiz-da. Mana hozir yarimta gap ortiqchalik qilsa, u paytda qancha gapirsa ham masalan bir xil kesatuv gaplar ham narsalar ham menga oddiy tanbehdek oddiy gapdek bo'lganda. O'sha somsa xamirlarim rosa qattiq chiqqan, chunki bizda kollejda asosan nima desam nazariy bilim berilganda, bunaqa hozirdagi kulinariya unaqa rivojlanmagan. Hozir mana hozirgi qizlarga mazada, internetdan ham o'rganib olsa bo'ladi. Kurslar tugul. U paytda biz endi buvilarimiz ovqat qilishni o'rgan, katta bo'lsan, yoshim anaqa nima sochim hidi bo'lib qoladi, deb bormasdik. Haqiqatan ham ovqat qilish tepasida umuman bo'lmasdim. Erga teganimda ovqatdan haqiqatan qiynalganman, chunki 4 ta o'g'il bola yo'qdan bor qilishingiz kerak. O'sha un bilan suvdan xamir qorib, o'sha nima deydi, oddiy yog' surib ham qatlamalab pishirardik. O'shanda adajon somsa xamir qattiq chiqibdi desalar, men anaqa yumshoq chiqibdi desalar, men to'g'ri tushunardim. Haqiqatan zo'r chiqibdi deb o'yladim. Kesatishayotgan bo'lar ekan, tish sindiradigan bo'lar ekan. To'g'ri tushunardim-da. Nimadir desalar ham xo'p bo'ladi, kulib. Unga adajon oyijonga tarkalib, bu keliningni bo'yi past, bo'yi baland, gapirgan gapi men miyasiga bormayaptidir kalla-da. U men to'g'ri tushunardim. Mana ular ham hozirgi gapingizdan ular ham sizni haqiqiy qizdek, kelin emas, haqiqiy o'zligi o'stirgan qizdek qilib, kesatib katta qilishgan ekan-da. Shunaqa, uyda kanareykalarimiz, to'talarimiz, hattoki qo'ylar ham bo'lganda, echkilar bo'lgan. Yo'masam o'sha anaqa nima desam, katta qo'li bo'lgan, lekin bir burchakda adajon shunaqa yaxshi ko'rardilar. O'shalarni donlab berib qarab qo'ying desalar, men endi adasiz o'sganim uchun adajon kamdan kam aytadi bu so'zni. Intervyuimni ko'rsalar, ko'ralam. Nimadir bo'lib qolsa, baraka toping qizim, bo'ldi. Bitta mana shu asosan qizim demanglar, muxlisa deylar-ku. Qizim degan gaplari menga boshqacha ta'sir qiladi. Balki ular uchun oddiy gapdir.
lekin menga o'sha so'zlari yomon ich-ichimgacha o'tib ketadi. Bitta shu so'zlarni eshitish uchun o'sha qo'ylarni, kanareykalarni idishlarini gellab, cho'tkalab, yemasam qanaqa chirk bo'lib turadi. Shu darajada yuvib qo'yardimki, adajon kelib birinchi bo'lib o'sha hayvonlarga borib qarardilar-da, uy ishlaridan, ovqatdan ham ko'ra birinchi o'sha yoqqa borardilar. Don berildimi, ovqat berildimi deb. Bo'ldi o'sha yoqqa borib, baraka toping, 5 baho qizim desalar bo'ldi-da. Keyin ertasiga bundan ham yaxshi qilardim-da. Shunaqa adajon endi baribir qaynatam bo'lganlari uchun unaqa nima desam ekan, oddiy qizlarga o'xshab, quchoqlab, voy adajon bu narsa qilib, o'pib, erkalab unaqalar yo'q-ku. Lekin adajonni haqiqatan ham unaqa Sizga dada mehrini bera olgan inson. Mana kecha bir joyda iftorlikda bo'ldik, qaynona qaynatamlar bilan xo'jayinim men bir yaxshi insonlar taklif qilishdi. O'shanda adajon menga aytdilarki, hammamizga xatm Qur'on qilayotgan ekanlar. Mana farzand ota-onalariga, oyijonga qildilar. Mana bolalardan, xo'jayinimlardan boshlab hammaga qilishdi. Kelinlardan sizdan boshladim. Yaqinda mana Dubayga borib dam olib kelishganda ham Qur'onlarni olib ketadilar. Doimiy ibodatdalar-da, havasim keladi. Sizga mana bugun tugatdim dedilar. O'sha Laylatul Qadr kechasi kuni aytibdilar. Ham ro'zaga, ham Laylatul Qadr kechasi to'g'ri kelib qoldi. 20 kun, 25 kunda tugatyapman bitta xatm qilib dedilar. Xursand bo'ldim. Shunchalik o'ylab xatm Qur'onlar haqqimga qilganlaridan. Umrlari uzoq bo'lsin, salomat bo'lsinlar. Gapir. Demak, Muxlisa, siz oilada katta kelinmisiz? Katta kelinsiz. Bugun alohida yashaysizlar, alohida chiqqansizlar. Bizda oilamizda qonun qoida bor, oyijon taraflaridan ikkita farzandli bo'lgandan keyin alohida chiqaraveradilar. Bu qonun qoidalari menga yo'q. Tushungan ayol ekanlar. O'zi siz o'sha yosh kelin bo'ldingiz, hamma uy ishlari ro'zg'orida o'rganib, alohida chiqdingiz. Demak, tajriba oshgan holda alohida chiqdingiz. Alohida yashash qiyin bo'lmadimi? Bu ham qiziq va o'zi yoki yoqdimi? To'g'risini aytavering. Xo'p, to'g'risini aytsam, o'sha katta xonadonda tushganmiz. Mana uyimizda uzumzorlar bo'lganda, qaynatamlar o'zlarini o'sha rancholari bor, o'ta ham bog'lari bor. O'sha yerda ham uzumzorlar rosa ham ko'pda. Adajon xomtok qilganlarida uzumlarni, barglarini uzardilar-da. Kuniga o'sha bitta ovqat qilganimizda 120 ta 150 ta tok o'rashim kerak bitta o'zim. Undan tashqari hovli ko'cha ham bular ukalari, o'g'il bolalar, bilasiz, hozir o'zim bolalarim shunaqa bitta otib ketishadigan payti. Oyijon bizda mana 9 da hokimiyatda mahallada ishlardilar. 9 uydan chiqib ketardilar. 9 gacha o'sha hamma erkaklar maktabda, u paytda ukalari kichkina o'qishdi, ham adajon ishdilar. Oyijon 9 da chiqib 12:30 da kelardi. Ungacha menga avtomatda, ya'ni ishlar etilinardi-da. Mana ham uy-joy, hovli ko'cha, ovqat tayyor bo'lishi kerak, bolalar kiyimi, hamma xonaga kirib chiqishim kerak, chunki bolalar hamma xonada yotishadi-da. Qiyin bo'lgan haqiqatan ham. Katta ovqat qilsam ham bir tog'ora somsa, anaqa nima deydi, xamir qilishingiz kerak. Bir tog'ora o'sha anaqa nima desam ekan, piyoz to'g'rash kerak. Qaynona buvijon bo'lganlar. Men uyga kirib, uylar porядка qilsam, buvijon ketimdan kirib, erkaklar sizni uyingiz tozaligiga qaramaydi, kelib qozonda ovqatingizga qaraydi. Chunki erkak kishi jahli chiqsa, qorni ochsa asabiylashib ketadi-ku. Birinchi ovqatingiz tayyor bo'lishi kerak deb ular meni oshxonaga olib chiqib ketardilar. U paytda hozirdagi polfabrikatlar bo'lmagan, qo'lda xamir qilib, mana mushtumdek bo'ylari rosa kichkina ayol edilar, lekin mana shu toshdek xamir qilib, shunaqa shipillatib yoyib tashardilar. Men unaqa yoya olmadim, juvalardim, mana o'qilardim, lekin anaqa qila olmasdim. Ancha o'qitdim haqiqatan ham, mana pishiq qilishganda, buvijon rahmatli hovlida ayvonchada o'tirardilar-da. Hovlida oshxonamizga ovqat qilish o'sha hovlida bo'lishi kerak edi. Chunki bu yerda uyga kirib ketardi-da. Sekin yurilmasdi. Kelinni oyog'idan o't chaqnash kerak edilar. Patnisga haligi hamma narsalarni solib, hovlida oshxonamizga endi buvijon o'tiribdilar-yu, anaqalar bosardi-da. Tez, erkakcha bunaqa nozlanib yurishi yo'q.
top yurib qo'yib yana uchib kelar nafas olardi. Chunki ani shalpayib yurgan yoqtirmasdilar-da. Men spirgida spirilmagan. Bizda yong'oqli bo'lgan, uzumli bo'lgan. Katta spirgilada. Ani haqiqiy. Siz hozir aytib berasiz, men ko'z oldimda kartina tasvirlayapman. Men ham Men как будто bir armiyaga kelgan askardek ko'ryapman-da sizni. Xuddi shunaqa. Mana bunaqa supurish emas, rostman. Chunki ulgurib bo'lmaydi. Chunki 4 o'g'il bola keldi ketdi-ku shunaqa xonadonga, lekin umuman uyda ish qilmay yotgan qiz bu yoqqa tushgan, lekin hozir aytaman, bilgan ekanman deyman-da. Mana masalan uyga borib birni olmaganmiz, uyda gap tashqariga chiqmasin deyishgan. Ham buvim bo'lganmilar. U yoqda buvim menga ani ovqat qil, bunaqa qil, ham ovqatlarim o'xshamaganda men telefon qilib so'ramaganman. Masalan, Oyjonga telefon qilib so'ramayman. Buvijon hamma o'g'illarnikida turardilar, har doim biznikida turmasdilar. Milliy taomlar degan kitob sovg'a qilishgan salomimda, o'shani o'qirdim internetda. Bo'lmagan u paytda ani knopkali telefon, hali sensor bo'lmagan. Ovqatlarim shuning uchun ham o'xshamaganda, so'raydigan odam yo'q. Hozir mazza. Shunda ham ovqat qilishni bilmaydi deb 20 yosh, 22 yosh qizni olib kelishadi-da. Yani qizim erga teyapti, bir oydan keyin to'y ovqat qilishni bilmaydi deyshadi-da. Endi u uyat haqiqatdan-da. Muxlisa siz gapiryapsiz, to'g'risi men charchadim. Men ko'z oldimda kartinani tasvirlayapman. Hovlingizni hattoki ko'z oldimda tasvirlab, buvi hatto o'tiribdilar, siz qanaqa yurasiz, hammasini tasvirlayapman. Lekin menda bitta narsa bor-da. Biz aslida hamma narsaga chidamlimiz. Lekin har bir narsani oxiri bor. Bir kun shunaqa kun bo'lganmi, uf, jonimga tegdi. Yoki charchadim deganmisiz? Qanaqa desam ekan, mendachi bo'lgan shu paytlar, to'g'ri aytaman, bo'lgan haqiqatan ham nima kechqurun kirib, ertalab oxirgi turish, baribir kichkina qiz bo'lganman-ku, qiyin bo'lgan, lekin menda oyimda bu baxti bo'lmagani uchun menda ichimdagi birinchi narsa, men xo'jayinimlarni yaxshi ko'rganman, uydagilarni, ukalarni, hammalikni yaxshi ko'rganim uchun menda nima qilishim kerak yoki kerakli narsa bo'lmaganda, mana kichkina qayni ukam mendan 4 yosh kichkinalar ovqatda bilinchiklarim o'xshamasa chaqirardim-da, ana yeb boring, ana ko'rishmasin, chunki keyin nima menga o'xshamaydigan narsalarni beraverardilar-da, lekin ularga bola-ku baribir yevorardilar, o'xshamagan narsalarni hammasini yevorardilar-da. U narsa qanaqa jonimga tegdi degan kun bo'lmagan, chunki menda oyimda bu baxtni ko'rmaganim uchun men chidashim kerak bu narsalar. Ishdan odam o'lmaydi, chidashim kerak. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Chunki o'g'illi bo'lgan, o'silli bo'laman ertaga, alohida chiqaman degan. Sizni menimcha shu tinchlantirgan. Shunaqa, boya aytdilar, uzr gapingiz bo'ldim, alohida chiqqingizda qiynalmadingizmi deb. Boshida qiynalgan tarafi faqat ovqatdan bo'lgan. Chunki katta xonadondan chiqqanim uchun qozon-qozon ovqat qilganman-ku. Alohida ikkita farzandimiz, xotinga bir qozon ovqat qilib qo'yardim-da. Ya'ni bitta kartoshka, bitta piyozdan qila olmasdim. Bir qozon ovqat qilib qo'yib, keyin uni nima qilishi 3 kunlab berdi yoki-da olib borib berardik va shunaqa faqat ovqatdan qiynalganman. Hozir siz o'zingiz haqingizda hikoyani gapirib berdingiz. Men birinchi o'rinda o'sha to'g'ri o'zingizni katta oilangiz bo'lishini, oilangizlarga ushalmagan qaysidir orzularni amalga oshirish bilan birgalikda siz o'zingizdagi sabr, fe'l atvoringizdagi bosiqlik ham shu sinov deymizmi, bu baribir shirin tashvishlarda aslida. Shulardan o'tishingizga shu o'zingizni bosiqligingiz ham sabab bo'lgan deb o'ylayman. Yana bitta sababi oqotdagi shahzodani sevishlari. Ha, shunga keldim gapim. Bunaqa endi turmush o'rtog'ingiz ham sizdan yoshlari katta. O'rta yoshdagi inson bilyapti, olib kelgan qizlar bu yoqda qiynalyapti. Bu yerda ham ular bilasam nima deganlar? Ikkinchi partada o'tirgan qiz men kutganimdek qiz bo'ldi deganlar. Uddaladi deganlar. Shunga bitta ko'rishda sizni analiz qilib to'g'ri topgan ekanlar. Sababi 17 yoshda bunaqa katta ro'zg'ori eplash aslida har birimizni qo'limizdan keladigan ish emas. Hammani ham qo'ldan kelmaydi, to'g'ri. Endi hozir bizani biz har kun shunaqa ish qilamiz yoki biz shunaqa qilib katta bo'lganmiz deyishingiz mumkin, lekin hamma siz emas, hamma muxlis emas, hamma biz emas. O'shaning uchun to'g'ri tushunasiz va o'sha paytdagi men hozir siz gapirib berdingiz va meni o'zim endi o'zim haqida bitta gap aytaman. Akam uylanganlar, tog'am o'g'illari
o'zlarini 6 yil yaxshi ko'rgan qizlarga uylanganlarda, endi ularda sal chetroq edi. O'zbekistonda emas, nimalari, uylari o'shanda suv bir kelib, bir kelmas edi. Oshxonada kelinlar, o'sha ayollari to'ydan keyin idish yuvayotganlarni ko'rganlaridan keyin anaqa Sabina qiynalib ketding-a deganlarda, o'shaga voy deganman o'ylayapti deb. Endi men ham u payt endi xotinlik, yangi kelin-kuyov tushunardim. Bo'yi yetgan qiz edimda, ana tushunyapti, qaranglar. Anaqa o'zimga o'zim bir havas ham qilganman va ajablanganman hamda. Endi bu payt siz o'sha yugur oyog'ingizdan o't chaqnab yurganlaringizni turmush o'rtog'ingiz ham seni qiynab qo'ydimi deb bir qanaqadir dilli gaplarini aytganmidilar o'sha payt. O'sha uy ishlarida o'sha yordam berardilar. O'sha qaysi payt? Har doim ishda, asosan ishda bo'lganlar. O'shada, ha. Ba'zi bir xilgi holatlarda men qayerda bo'lganman deyiladi. Endi uyda baribir kelishmovchilik nimadirlar bo'lgan paytda men hech qachon xo'jayinimlarga aytmaganman bu narsani. Uyga ham borib aytmaganman. Chunki bu narsani men o'zim ham men bola bo'lganman, unaqa jiddiy qabul ham qilmaganman. Shunaqa bo'lish kerak ekan deb o'ylagansiz. Bo'ldi, o'sha masalan qilmagan ishimga masalan gap eshitib qolsam, bo'ldi, qilib qo'yish kerak ekan. Ulgurmadim, hozir qilib qo'yaman bo'lganda. Nima desam ekan, anaqasi gap qaytarmaslik, xo'mraymaslik. Mana mashinadan yutib ketishingiz mumkin-da. Men qilmasangiz ham xo'mrayib, desangiz yutqizasiz. Siz hozir juda ham zo'r layfhak etdingiz bo'lajak kelinlarga. Men oldin e'tibor bermasdim shu kattalarni aytgan gapiga. Hozir siz bilan bo'layotgan suhbat davomida aytamanki, kattalar to'g'ri gapirishar ekan, aqli kirmasdan uzatish kerak. Bu juda to'g'ri ekan aslida, sababi aqli kirganida u aytishi mumkin, men bu katta xonadonga nima uchun hammaga xizmat qilishim kerak, nima uchun hamma narsaga xo'p deyishim kerak deb. Aslida kattalar to'g'ri gapirishar ekan. Qizlarni hali aqli kirmasdan turmushga berish bu to'g'ri ekan. Hadday emasman, qo'shilaman. Men qizlarni o'qitaman-ku. Men qo'shilaman. Qizlar kelishadi, endi har xil yoshdagi qizlar, turmushga chiqqan, chiqmagan yoki endi chiqadigan. Haqiqatan ham endi hozir qizlar umuman boshqa dunyoda. Mana hozir ham menga yozishadi, 5 ta bola bilan qanaqa, masalan, yordamchim yo'q, nyankam yo'q. Qanaqa ebliksiz deyishadi. Men bitta bola bilan qiynalib ketdim. Men aytaman, qanaqa bitta bola bilan qiynalish mumkin deyman-da. Bitta bola bilan shunaqa o'zidan qiynalgan odam yasashadi-da. Qizlarimga ham aytaman, "Sanlarni 20 yosh bo'lmasingdan ko'tingni tepib olish kerak" deyman-da qizlarga-da. Haqiqatan ham mana hozir internetda menga mancha pul topish kerak, bir narsa deyishadi. Mana hozir xo'jayinim masalan mashina olib beryaptilar, telefon, gul. Mana endi blogim bo'lgani uchun xursandchiligim bo'lishi, maqtanish maqsadida emas. Endi 5 ta boladan keyin mana endi qilyapti bu narsalar. Men turmush o'rtog'im birinchi to'yimizdan oldin chet elga ketganlar. Qayerga ketuvdik unda? Polshaga. Polshaga borganlarida. Endi kichkina qiz bo'lganmiz. Voy, meni turmush o'rtog'im chet elga ketdilar. O'rtoqlarim maqtangan, "Voy, senga nima olib kelar ekanlar? Etarsan" deyishgan. Endi hamma atir, gul endi qizlarning anaqasida. Skоворodka olib kelganlar. O'sha paytda mana uyim joyim deydigan inson. Yo'q, ular bilganlar siz katta xonadonga har bir o'tda erkaklar ko'p-ku, har birini kayfiyatini ko'tarishingiz kerak oshqozon orqali. O'shanga sizga skоворodka olib kelganlar. O'xshamagan birinchiklaringiz pishirish uchun. Shunaqa $50 oldim skоворodkani deganlar. Unda qatlamali pishirilgan. U skоворodka chet elda yaraqlab tursa, bizda o'zbek xonadonida qanaqa bo'ladi? Bormi hali ham? Hozir endi keladi, uyimni mancha yuvib ketgandir. Lekin nima desam ekan, o'sha paytda ham ro'zg'orbop narsalar olib kelardilar. Hech qachon gul, mana hozir ham endi gul nimalar olib kelsalar, nimaga olib keldingiz? Men qishda tug'ilganman-ku. Voy, undan ko'ra idish tovoq yaxshi ko'raman deydi. Undan ko'ra shu pulga qancha idish tovoq olsam bo'lardi deyman-da. Tavba deydi, olib bersang ham gapiradi, olib bermasang ham gapiradi. Nima xohlaysanlar deydi. Lekin anaqa ro'zg'orboplar, masalan, bitovoy texnikalar sovg'a qiladilar. Mana shunaqa narsalar sovg'a qiladilar. Bizda merimi unaqa narsalar bo'lmagan. Lekin yengilligimda unaqa sovg'a salomlar bo'lmagan. Endi mana yillar davomida yoki o'zim aytib, qarang, adasi mana bunaqa qilib bering, mana bunaqa bering deb
lekin anaqa Shu kunliga yetib keldingiz. kunliga yetib O'rgatib. turmush o'rtog'ingizni Instagramda ideal erkak qilib ko'rsatasiz. Juda ko'plar bunga havas qiladi, lekin hozir o'zingiz aytganingizdek buni aytib, o'rgatib, biz er-xotinlar aslida yillar davomida munosabatlarimiz ustida ishlab kelamiz, bir-birimizga moslashamiz. Hech bir-biringlarni tushunmagan, kelishmovchiliklar bo'lgan paytlar ham bo'lganmi? Har doim bu aka menimcha ideal bo'lmaganlar. ularda ham manda ham bo'lgan bo'ladi ham masalan kechani o'zida ham sekundda urushib ketishimiz ham mumkin mana manda so'rashadi urushgan paytinglar bo'ladimi bir biringlar yomon ko'rib ketgan hamma o'zidan kelib chiqib savol beradi-ku anaqa kecha ham aytdim Baxtiyor aka biz juda ideal deb o'ylashadi endi urushgan paytingizni qo'ymaysiz-ku internetga biz ham hamma qatori urushamiz endi ko'pincha mendan ham chiqib turadi lekin men ayollarda sizlarda qanaqa bilmadim urushib qolsa anavi narsalarni yozib mashuncha SMS yozib yuboramda-da biz bunda qobiliyatlimiz ularning javoblari o'ylama hammasi yaxshi bo'ladi bo'ldi bir xilgili birga bir keladi-ku bular bizada bular anaqa как bolaga qaraganda yoki kiraladi men urushib qolsak hamchi boshqonaga kirib xurayotib uxlab yuboradi qanaqa bir sekund uxlab yuborish mumkin deyman men ertalab kechasi qilib chiqaman-da ertalab endi baribir ishga kuzatish kerak boshqa-ku kuzataman choyda boshqa gaplashib yuboraman-da to'xtang men siz bilan urushuvdim-ku deyman-da yana esimga tushib qoladi bularchi bo'ldi xafa qilganlari yo urushganimiz eslarida bo'lmaydi oddiy gaplar kechirim so'rashim kerak unaqa narsa yo'q bo'ldi o'zidan chiqdi yo'q siz hozir aytdingiz-ku menga boladek qaranglar deb aslida ular boladek qaramaydilar haqiqiy erkak kishi shunaqa bo'ladi hammasi shunaqa bo'ladi ayollarga o'xshab xafa bo'lmaydi agar ular ayollarga o'xshab xafa bo'lganlarida sizga yo dugona bo'lardilar yo raqobatdosh bo'lardilar shuning uchun ular haqiqiy erkak ular eslamaydilar mana hozirgi kunda hamma narsani Instagram bilan bog'layapmiz Instagramda har xil videolar chiqadi er xotin urushib qolganida xotini planlar tuzadi men hozir buni o'ldirsam 17 yilga qamalaman nima bo'ladi erkak kishi bo'lsa-chi Chuta uyimiz tinch bo'lib qoldimi? Xayollari butkul boshqacha bo'ladi. Urush yoqadi ular jimlik. Shunaqa yoqadi. O'shanga ular sizni boladek ko'rmaydilar. Ular shunchaki haqiqiy erkak va siz ayolsiz. O'zi yoshinglardagi farq bilinadimi? Mana boshda bilingan bo'lishi mumkin. Balki boshda bilingan bo'lishi mumkin. Endi yillar yashab mana oradan necha 17 yil o'tdimi? 17 yil o'tgandan keyin dunyo qarash bir-biriga o'xshaydi yoki shunda ham qanaqadir bir farqli sezasizmi? Yoshingiz kichikroqligini. Menga lekin unaqa bilinmaydi. Endi 8 yosh haqiqatan ham o'zi aslida katta-da. Mana men 18 yoshimda anaqa Amerikaga borganman yoki 14 yoshlardan Angliyaga borganlar o'shalar aytadi. 14 yoshingizda men necha yosh bo'lgan bo'laman? 6 yosh endi maktabga ham bog'chada bo'lgan bo'laman deb eslaymiz-ku. Lekin anaqa ko'rinish tarafda eringiz yoshlari katta ko'rinadi deb aytishadi. Endi o'sha aytganimdek bular davlat xizmatida bo'lganlarda o'sha baribir salovat bosadi kastim shum galstuk yurganlar uchun ba'zi aytaman cholsiz deyveraman-da ana yoshingiz katta ular xafa bo'lmaylarmi faqat ko'rinishlariga nisbatan ko'rinish gap so'z ham haqiqatan ham ancha farqli agar tengdoshlik bo'lsa mana birga bir haqiqatan boyagi aytganingizdek urushsa masalan gap qaytaraman unaqa birga bir urushib ketilsa menimcha oilamiz hozir bo'lmagan bo'lardi-da bular haqiqatan ham ancha hayot tajribalari bo'lgani uchun ancha meni bosadilar yosh menimcha endi gap yoshda emas gap boshda o'zi aslida kecha ham mana aytdim yillar davomida er xotin bir-birini yaxshi ko'radi. Mehr yillar davomida bo'ladi. Ya'ni haqiqiy sevgi to'ydan keyin bo'lar ekan deydi-yu. Lekin ba'zilarga mana shu yillar ham yoki o'sha shirin bolalar ham ta'sir qilmaydi. Mana hozir ajrimlar ko'p, mana oldin uyat bo'lgan yoki bolalarni o'ylashgan. U narsa menimcha inson o'ziga bog'liq, yoshiga ham emas, tarbiyasiga bog'liq. Kecha shu haqida gapirganimda xo'jayinim bitta gap aytdilar. Agar er xotin urushsa-yu, yarashib olgandan keyin qo'y o'ylama xudo xolasa kelajakda mana bunaqalar qilib beraman senga masalan uni qilib bermadingiz buni qilib bermadingiz deb asosan ayollar urushsa kelajakda man senga mana bunaqa olib beraman mana bunaqa qilib beraman deb kelajak haqida gapirsa u oilani kelajagi bor dedilar xudo xolasa deb agar bo'ldi urushib bu haqida kelajak haqida o'ylamasa yoki bolalarni kelajagi haqida o'ylamasa u oila yo'q ayoli уже ajrashishni xohlayapti уже yoki u oilani oxiri yo'q dedilar-da bizada har doim suhbatimiz kelajak haqida bo'ladi.
man bolalarni o'qitish o'sha aytganimdek faqat adasi xudo xohlasa mana bunaqa uyimiz bo'ladi, adasi xudo xohlasa yoki mana bunaqa. O'shaning uchun nima desam ekan, er xotin ajrashmasdan yaxshi yashash uchun mehrli bo'lish uchun baribir yillar kerak. Lekin endi tarbiyaga menimcha juda ham katta bog'liq. Endi ajrimlar hozir juda ham ko'p. To'g'risini aytsam mana oilam deb aytdim. Oldin oilamni umuman qo'ymasdim. Hozir endi ko'proq oilamni qo'yyapman. Endi nima desam ekan, baribir ko'p emas-ku, lekin ba'zida qo'yganimda yozishadi. Duo qiling, menga farzand bersin. Ba'zi farzandlarim qo'ygani uyalaman. Ya'ni farzand yo'liga tegib qolmasin ekan. Xo'jayinim bilan munosabatimizni qo'ysam, ajrashish paytida yoki eri yo'q ayollarga tegib qoladimi deyman. Endi hamma har xil vaziyatda yashaydi. Shuning uchun ko'z tegadi deb ham, lekin unaqa masalan bir xil aytadi-ku, ko'z tegadi, qo'ymang. Menda unaqa emas. Masalan, o'zim qanaqa boshqalarga qarasam, boshqalarni ham shunaqa deb o'ylayman, lekin hamma ham siz xohlagandek qaramaydi-ku. Lekin atrofdagi odamlarni xuddi o'zimdek tasavvur qilaman. Mana men samimiy kulib turaman, shu inson ham shunaqa. Masalan, bu inson meni aldamaydi, yaxshi inson deb o'ylayman. Aldamaydi deganingizga bitta narsada, juda samimiysiz, hammaga ishonuvchansiz. Hech aldanganmisiz? Aldanganman. Aldandim. Ish bo'yicha, hayotda munosabatlar bo'yicha, endi ish bo'yicha, xodimlar bo'yicha yaqinda 1 yil yurgan, endi aytmasam ham bo'ladi-ku. 1 yil oldimda yurgan bitta qiz singlimdek ko'rib juda bir mehr beruvdim. Homilador paytimda aynan kichkinamga. Tug'ruqdan keyin ishga chiqa olmadim. O'quv markazi endi o'tda o'quvchilar rosa ko'p, kurslarimiz ko'p, administrator u hamma to'lovlarni qabul qiladigan qiz. O'sha bolalarga ham shu menda endi blogim bo'lgani uchun sovg'alar keladi. Yangi yilda ham rosa sovg'alar kelganda, shu 5-farzandim chaqaloq bo'lgani uchun uni farzandlariga ilinib juda anaqa e'tirof qildim. Bir kun endi ishga bormayapman. Xo'jayinimga adasi borib sizlar отчет oling dedim. Chunki men ishga bora olmayman, kesarova bo'ldim-da, chiqa olmay qoldim. Borsak pul yo'q. 90 milliondan oshiq pulimizni olgan, yo'q. Endi bor o'zi, lekin tan olmayapti, kameralar, hamma narsa bor. Endi shu qiz shunaqa 1 yil oldimda yurib, men tug'ilganlarimda kelib, shu ish qilib ketganiga hali ham ishonmayman. Bir og'iz kechirim yo'q. Endi ularni surishtirsak, eri mashaynik ekan, oilasi, xullas hamma. To'g'risini aytsam, bu narsa bo'yicha biz qonuniy anaqalar ko'rdik. Xo'jayinimlar bilan endi RUVDlarga chaqirishdi, chunki o'quv markazi rahbari bo'lganim uchun men yozdim. Endi bir xilga insonlarchi uyaladi-da. Unaqa joylarga borishga yoki RUVDga uchastkoviy yozishga, masalan, men unaqa joylarga bormaganim uchun uyalaman bu narsalardan. Endi u uyalmas ekanda, u bu narsaga 10 marta surishtirmaganmiz endi. Ishonsangiz, o'quv markazidan 3-4 ta eshik naridagi kelin, ikkinchisiga yana homilador. Shu qiz meni aldadi. Endi o'rtada mana shu narsa yuragimda qolib ketgani, 1 yil davomida bu qizni qanchalik men yaxshi ko'rib, o'sha o'quv markazida bizda imtihonlar bo'ladi, o'quvchilar ovqatlar qilishadi, birga o'tirib dasturxonda mana o'qituvchilar bilan naqalamiz. Yaqinda mana o'qituvchilarimizning oyligini endi uzdik-da, mana chunki oylik berishimiz kerak, o'qitib bo'lishgan ularni. Bu yerda aybi yo'q, chunki o'quvchilarning pulini ular qabul qilishmaydi. Shu qiz shunaqa aldadi. Endi qonuniy anaqa ko'rdik-ku, xo'jayinim oxirigacha olib bormadilar. Sen Allohga ishonasanmi dedilar. Bo'ldi, hech kim haqqi birovga yuqmaydi. Bo'ldi, qiyomatda olasan, bu dunyoda olmasang, sen gunohingni oldi yo'kida. Adasi katta pul qanaqa qilib shuncha, chunki bizni nima desam, kiyim olib kelib sotmayman ustiga qo'yib. O'tda kursiga o'sha 500 mingga o'qitiladigan kurs to'lovi ham uyda o'tirganimda u narsa o'zimga qolgan bo'lsa, o'quv markazida nalogi bor, o'qituvchilar oyligi bor, o'qituvchilarimiz foizga ishlashardi-da, ya'ni har bitta o'quvchidan. O'tda juda ham chiqim ko'p. Shunaqa, u misqollab yig'ilgan, u juda ham katta summa. Endi xo'jayinim olib bormadilar, chunki meni RUVDga chaqirish, u yoqqa borsangiz, endi har xil jinoyatchilar, qo'rqinchli insonlar. Endi nima desam ekan, keyin xo'jayinimga kirish mumkin emas, faqat o'zlari bilan birga bir suhbat, shuning uchun yig'ishtir dedilar. Xudoga tavakkal qil, bo'ldi dedilar. Lekin nima deydi, mashinada qolgan, hech qachon kechirmayman, chunki pulli ham emas, mana ishonganingiz. Alloh oldida ishonch yo'q bo'ldi-da, mana nafaqat u qiz menga shu darajada bo'ldiki, hozir kimni ko'rsam o'sha ishonmayman. Bu ham o'g'ri emasmikan? Bu ham o'sha hozir meni
xodim olgani qo'rqib qolganman-da. Lutchi o'zim qiynalsam ham mobilograflikni ham o'zim qilaman, telefonga ham o'zim javob beraman. Shu darajada ishonchim yo'q bo'lib qoldi insonlarga nisbatan. Har bir vaziyat aslida bizning hayotimizda bekorga bo'lmaydi. Bizga qanaqadir bir dars berish uchun bo'ladi. Aynan shu vaziyatdan siz o'zingizga qanaqa xulosa oldingiz? Xulosaki, avvalambor oluvchi ham, beruvchi ham Alloh. Sinov bu. Qaysir qilgan gunohlarimiz balki kaforati bo'lar. Va insonlarga ishonish kerak emas. Endi hozirgi holatda bilmadim. Mana hozir juda ham ko'p mashinniklar yana bitta narsani aytishim kerak. Mana yozdik, chizdik deyapman-ku. Hamma narsa dalil, isbot, hattoki telefon olganimdagi SMSlar, kim nima qilgan, hammasi bor, lekin shunaqa bo'ldiki, qonun bizni tarafga emas, u yoqqa o'ynayapti. Tushunmadim. Adolatsizlik. Adolatsizlik bo'ldi. Shunaqa bo'ldi-da. Hamma dalil, hozir ham mana qo'limda dalil bor. Agar kimdir yordam bera olsa, mana masalan advokat olish kerakmi, nima qilish kerak? Advokat olmoqchi ham bo'ldik. Endi advokatlar ham katta summa so'rashdi. Hozir hali undan pul ola olamizmi? Chunki ular hech narsasi yo'q. Ular hech narsasi yo'q insonlar ekanda. Ulardan ola olmaysiz. Chunki ular bitta bizlarni emas, nechta odamlarni o'sha quritganda. Shuning uchun Allohga tavakkal. O'sha paytda bitta narsa aytaman, 20 million anaqa o'sha homiladorligim o'sha tug'ish arafasigacha men dars berdim-da. O'sha ketselamma tumachasi o'sha taqalmay qoldi. Endi qornim hisobiga o'shangacha dars berdim. Halol pulimga o'zi sizga kecha video tashladim. Birinchi xo'jayinimlarga atab beruvdim. Umraga boring deb. Keyingi anaqa yilda anaqa daromaddan o'sha hamma anaqalardan qolgan daromadimdan onamlarni yubormoqchi edim umraga. Chunki yolg'iz ona bo'lganlari uchun. U pulim ham yo'q-da. Anaqa seyfda, o'sha shkafimda yo'q. Lekin nima desam ekan, menda yo'q, lekin unga buyurmadi. Lekin xo'jayinim baraka topsinlar, onamlarni umralarga yubordilar, chet el davlatlarga bordik. Masalan, yengim o'sha yilni o'zida bizda shunaqa baraka bo'ldi-da. Aytmoqchiman, u yo'qotganimiz o'rni to'lib ketdi, lekin meni xayolimda hali ham o'sha anaqa turibdi. Olishim kerak, baribir ham qolib ketdi degan. Lekin bular aytvoradilar, san anaqa Allohga tavakkal qil, bo'ldi. Senga Xudoyim qancha narsa berdi, uni qaragin, hozir qanaqa yuribdi. Masalan, uysiz ko'chada qayerdadir yurishibdi. Bu yoqdan haydab yuborishgan, u yoqdan haydab yuborishgan. Aytmoqchiman, shu odamlarga unchalik ishonib borish kerak emas ekanda. Mana shu oldingizda necha yil yurgan bo'lsa ham, naborot o'shalar aldirgansiz. Chunki siz ichingiz o'sha biladi-da. Shunaqa narsani har doim saqlab bilishimiz kerak. Shunaqa. Turmush o'rtog'ingiz haqida shunaqa ta'riflab beryapsiz. Hozirgi vaziyatda hattoki shunaqa katta summada ham, shunda ham bir shu vaziyatda ham xayrli deb bilib, qo'y onasi boshqa joydan keladi deb aytdilar. Aslida bunaqa erkagiga mashina sovg'a qilgansiz. Mana ko'p narsa sovg'a qilishgan ekanlar. Shunaqa imkonim bo'lsa qilardim. Instagramda juda mashhur qilgan rolingiz bor. Turmush o'rtog'ingizga mashina sovg'a qilganingiz. Bu g'oya sizga qanaqa kelgan? Va ularning reaksiyalari qanaqa bo'lgan? Reaksiyalari shokda menimcha bo'lganlar. U paytda birinchi anaqa endi har xil sotsiyetlarda noto'g'ri ham chiqib ketdi. Anaqa ma'lumot chiqarib yuborishadi. O'sha boya aytganimdek, otam timsolida o'sha postim tagida ham otam o'rnida mana har bitta qiz ota-onasini, masalan, eng katta sovg'asi, hozir qizlar ham mashinalar sovg'a qilyapti ota-onasiga. Umra hajlarga yuborishni niyat qilishgan. Men shu ishni xo'jayinimlarga sovg'a qildim, chunki meni adam yo'li. Adajonni mashinalari rosa ham ko'p, 4 ta o'g'il, yana o'zligiz har yili almashtirib beraverishadi. Shu insonga shu narsani sovg'a qilish niyatim bo'lgan. Shuni qildik, juda ham chiroyli o'tgan. O'sha kun o'shanda bir marta storiesda yig'ilab, o'shanda chiqqanman. Auditoriyamga hech qachon yig'ilab, anaqa qilib chiqmaganman. O'shanda haqiqatan yig'ilab chiqqanman. Ertaga bitta orzuyim amalga oshyapti. Katta, baribir katta narsa, inomarka edi o'sha paytda. Shu qanaqa qabul qilganlar? Reaksiyalari. Kutmagan bo'lganlar aniq. Unda qanaqa bo'lgan o'sha kun? Anaqa bo'lgan. Endi menda aka-ukam ham yo'q-ku, mashinani masalan olib kelish, bir narsalar.
o'zi shu mani savol qiziqtiryapti-da, har doim birgasizlar va ulardan qochib qanaqasiga siz u mashinani salondan borib ko'rib, olib kelish ishlarini qanaqa amallagansiz? O'sha salon deyli yordam berishgan menga. O'quv markaziga keyin o'tga uncha xo'jayinim endi har doim boradilar, o'zlarining ishlari bo'lgani uchun faqat o'tga bizaga xo'jayinim o'sha tok svetlar o'chib qolsa, adasi to'la boring, endi faqat shu mavzuda. Chunki u yerda qizlar o'qigani uchun xo'jayinim u yoqqa ko'p bormasdilar. Endi borib turadilar, unaqa ko'p emas. Bir kun ishxonaga bormang dedi. Umuman bormang, sizga surprizimiz bor. Endi mashinani tasavvur qilmaganlar lekin. Bir kun oldin o'sha оформлениyachilar, keyin anaqa mana bu yozuvlar bor-ku, adajonisi, onam degan. O'shanga xo'jayinim degani yokida sevgilimi nimadir yo'qmi deyapman-da. Yo'q ekan. Hech kim eriga sovg'a qilmagan unaqa narsa. Faqatgina o'sha onajonim deganda oxirida jonimni qo'yib berishimiz mumkin deyishgan. Boshqa variantingiz yo'q, adasi deganini qilib bera olmaymiz sizga deyishyapti-da. O'sha jonimni yasab berishgan, o'sha onani olib tashlab. Hamma narsani qilganmiz, qizil xuddi yonib tursin, qip-qizil qilib. Yorqin aka Umarov, baraka topsirlar, sallallohu band Jahongir aka bilan gaplashganman. Jahongir aka o'sha anaqa "Мы с тобой долго летели" degan shular rosa yoqadi. O'shani kelib aytib bera olinglarmi? Endi oilaviy do'stmiz. Bo'ldi, qachonga? O'zi bir hafta 10 kun oldin aytib qo'yganman, chunki ularning to'yligisi bo'ladi-ku. Vaqtini, sanasini aytib qo'yganman. Ertalab 10 ga kelib bera olaylik, chunki xo'jayinim ishga ketishlari kerak. Xo'p, gaplashganmiz. Hamma narsa tayyor-da. Endi xo'jayinim 10 da kelishlari kerak. O'qituvchilarimiz ham tortlar qilib berishgan, stollar qilganmiz. Endi o'quvchilar chiqib olishgan. Bitta gap so'rab oling. U qanaqa kun bo'lgan? Oddiy 27-avgust bilan xo'jayinim tug'ilgan kunlari bo'lgan, ish kuni bo'lgan endi. Hamma narsa tayyor. Yorqin aka yo'ladi. Yorqin hoji Umarov yo'li. Jahongirga telefon qildim. Telefon qildimda, anaqa Jahongir aka soat 10 bo'ldi, mabodo kelib qolmadinglarmi? Endi xayolimga ham kelmagan, kolonkalar narsalarni to'g'rilab qo'yish kerak. Shunaqalaringiz bormi? Deyapti. Yo'q, menda unaqa narsa, men umuman soham boshqa-yu. O'zingizda bo'lsa qilib berib turing, pulni beraman deyapman-da. Bo'ldi, anaqa qilmang. Boramiz hali deyapti. Qanaqa hali soat 10 bo'ldi? Kechqurun 10 deb tushunibdilar. Bo'ladi. Keyin aytayapman, qanaqa kechqurungi 10? Men 10 degansiz, men 10 deb 22:00 demaganman, 10 deganman deyapman-da. Ertalabki keyin 10 deganmisiz? Hozir deyaptilar-da. Endi qarayapti. Endi men uchun endi bo'ldi, 10 eslardan chiqamiz, hozir kelishadi. Keyin Yorqin xo'ja qaysi viloyatda deyaptilar-da menga-da. Hamma narsani videochilar ham vaqti bo'ladi-ku, ularning ham boshqa syomkalar hammani 2 soat o'sha vaqtga оформление ham shunaqa gaplashganman-da. Yorqin hamma narsa любой boshqa artist ayting, olib borib beraman deyaptilar-da. Yo'q, menga Yorqin aka keraklar deyapman-da. Voy, xullas soat 10 bo'lgan, Yorqin aka yo'la. Jahongir aka endi erkak kishi bu hadeb telefon qilish baribir noqulay, nima qilamiz, hozir to'xting, telefon qilib, xullas ular viloyatdan kelganlar onalari bilan 2 soatlik yo'l, soat 1 ga iltimos qilganman. Hammadan iltimos birgacha оформлениеңiz ham videochiga iltimos birgacha chidab beringlar, iltimos. Xo'jayinim nima qilayman, boraymi, nima qilay deyaptilar-da. Kelmang deyapman-da. Xullas 1:30-2 da kirib kelganlar. Yorqin aka ham juda ham xotirjam kirib kelyaptilar-da. Men o'sha 4 soatda o'sha tug'ib oldim-da. Bilmas ekanlar ular. Anaqa aytilganini, o'sha soat 10 da kelishlarini bilmas ekanlar. Yorqin aka oddiy kunday kelib, aka tabriklayman, xullas xo'jayinim kelganlar, happy birthday aytib chiroyli o'tdi. Jahongir akada ko'zim yig'ilib yubordi deyapman-da. Keyin kulib eslaymiz u kunni-ku. Lekin shu darajada hayajonda baribir bitta narsani nima deydi, parod bo'lib qoladi. Hayajoningizda shunaqa bo'lgan, rejadan o'tgan-ku, lekin chiroyli o'tgan. Xo'jayinim umuman kutmaganlar. Masalan, Yorqin akaning kelishlari, bunaqa sovg'alar, o'sha kuni kechqurun o'sha bantikini ham olmaganmiz, salondan iltimos qilganman, turib tursin. O'zligisi bantiklar qo'yib berishganda shahar aylanganmiz. Hamma videolarga olib, o'shanda internetga chiqib ketgan adajonisi, ayoli $40,000 mashina sovg'a qilibdi. Hammani erlar ayoliga yuborishga borsa, o'sha san'atkorlar ham, voy, sizni videoyingizmi-da. Meni endi ko'pchilik oshpaz kiyimda ko'rganda, ham har doim shapkada, kitelda bo'lgan, fartuda bo'lganim uchun hech kim meni bunaqa holatda kamdan kam ko'rishadi. O'zingiz orzungiz amalga oshganda mazza qilganmisiz? O'zingiz bilan faxrlanib ketganmisiz? O'sha kuni haqiqatan ham faxrlanib, ham shukronalik, ham shunaqa ko'p yig'laganman.
man turmush o'rtog'imga deb emas, uni xotini eriga beribdi emas. Aynan man otam timsoldek insonga menga shuncha mana o'sha o'quv markazlarini qurib berganlari, mana shu ishni boshlashimga mana hozir ham syomkadan oldin adasi ozgina bunday jarayonlarni olib oling, men qo'yaman dedim-da, o'shanda aytdilar. O'zi men birinchi nima videochiman bo'lganman deb kuldilar-da. Mobilograf. Mobilograf o'zim bo'lganman deb. Shuning uchun shu minnatdorchilik yuzasidan berganman. Aslida bu o'sha o'quv markaziga aytganingizdek investitsiyani o'zlari kiritganlar. Albatta. Bu o'sha daraxtdan mevani beribsiz sizlarga. To'g'ri. Juda zo'r. Zo'r, juda ham zo'r. Menga oilangiz, o'zingiz shunaqa yoqyapsiz, to'g'risi. Har tomonlama ko'p qizlarga, ko'p ayollarga o'rnak bo'ladigan oilasizlar. Yana bitta savolni berib o'tay, o'sha suhbatimiz yakunlab boryapti. Hozirgi kunda E'tibos o'quv markazimizga har xil qizlar keladi o'qishga. Siz ovqat o'rgatishdan tashqari hayotiy tajribalaringiz bilan bo'lishasizmi ular bilan? Hayotga qanaqadir ularni tayyorlaysizmi? Shunaqa bir o'zingizdan o'tgan maslahatlarni berasizmi? Hozir o'zi uyda dars berardim oldin, keyin bu joyga qilib berdilar. O'zi umuman ish boshlashim qanaqa bo'lganmanda, shundan boshlab bersam, 4 ta farzandimiz bo'lgan, o'sha 2 o'g'il, 2 qiz, egizaklarim kichkina bo'lgan. U paytda endi o'sha yordamchi endi uyga begona odam uncha olib kirishni xohlamasdik-da, shuning uchun o'zim qaraganman. U paytda oyim ham kelib yordam bera olmasdi, bufum bo'lardi-da. 2 bola bilan qiyin bo'lgan. O'sha boy aytdingizku, to'yib ketgan paytingiz bo'lgan. O'sha stress menda boshlanganda, men uydasiz-ku, eng yomon ko'rgan gapim uydasiz-ku. Xuddi bekorchisan-ku deganda. Uydasiz-ku, men o'qiydi, bu ishlaydi, mana shu gaplar menga teyverganda. Lekin uyda tinmasdim. Masalan, xo'jayinim nimaga meni hurmat qilib yaxshi ko'rishlarining sababi o'sha oshqozon orqali deysiz-ku, kelishlariga har doim первый, второй deserti bilan bo'lgan. Xo'jayinim obedni uyda kelib qilardi. U qayerda ishlasalar ham obedga uyga kelardilar-da. Erta men loy qilardim, ertasi bir qozon qat qilib ertasi isitib beradi. Yo'q, unaqa emas. Har kuni shunday darajada ulgurardimki, o'sha ovqatlar tayyor bo'lsin. Kelardilar, obedda hattoki tushlikda kelardilar. Bola egizaklarimda qiynalib ketardim. Mana 2 bola bunday emizish, men ko'krak ustida katta bo'lgandan keyin o'sha qo'lingizga sig'maydi, bir-birini yumdalaydi. Boshini mana bunaqa ikkalasini qo'yib, men anjumaniyaga turasiz-ku, shu darajada emizardim. 2 bola baravar yig'lardi, chunki egizaklar shunaqa. Bittasi jim bo'lsa, bittasi uxlaydi emas, baravar yig'lab qolsa, unga xo'jayinim ko'rib, "O, galant sigir bo'lib ketdi." Oy, shunaqa dirdilar-da. Vaziyat shunaqa qiyin bo'lgan. Oxiri o'sha 1 yoshdan oshgandan keyin o'sha menda stress bo'lganda. U stress qayerdan? O'sha uydasiz-ku, madram bo'lgandan keyin Sizni baxtingizni, ishingizni, qilayotgan mehnatlaringizni qadrsizlantirish. Uydagi ayol xuddaki bekorchi ayol. O'zi aslida uyda ish qaynaydi-da. Ishga borib kelsangiz, naborot maza qilasiz. Shunda yangi xonadonga o'sha egizaklarimga tug'ganimda yangi xonadon hovli sotib olganmiz Do'mbrobodda. O'sha yerda qo'shnilar bilan, ayollar bilan gap o'ynaymiz biz, qo'shlasizmi deyishgan ayollar. Endi yoshligingiz katta ayollar bo'lgani uchun men kichkina kelin bo'lsam, nima qilaman, xotinlar ichida deganman. Endi babu yosh kattaligi qo'shnilarga uy olma qo'shni oldiydi-ku, qo'shnilar bilan babu yaxshi bo'rish kerak, o'yna deb aytilgan. Xo'jayinim oyim aytganlarda shu bo'yicha qo'shilganman. Bizda o'zbekchilikda eng zo'r odat hayitlarda yoki qo'shni haqi deb ovqat chiqaramiz bir-birimizga. Yangi qo'shni deb menga ham iltifot qilishardi. Men ham chiqaraverardim. Meniki har doim noodatiy bo'lardi. Masalan, oshim ham boshqacha bo'lardi, afg'oncha osh, shirinliklarim boshqacha bo'lardi, oddiy napolyon emas boshqacha. Keyin o'sha gapni qanaqa qildingiz, retsept so'rashgan. Aytganim bilan baribir, nima deydi, jarayonni qilmasangiz o'rganish qiyin-da. Bir xilga retseptlar, faqat retseptga bog'liq emas, jarayonga bog'liq. Master klass qiling, o'rgating bizga. Shundan boshlangan o'zi aslida. Qizlarimiz chiqaramiz, o'zimiz chiqamiz deb. Shunaqa qilib, boshda 4 ta o'sha qo'shnilarimni o'qitganman. Birinchi ishim o'shanda xo'jayinimdan so'raganman. Adasi shunaqa o'qitmoqchiman, maylimi deb. O'zim oshpaz bo'lganman, hamsoh ham. Anaqa nima qilasan, qanaqa o'qitasan, o'zi 4 ta bola bilan o'zi onamni ko'ryapman, lekin yana men dars bermoqchiman deb. Iltimos qilishyapti, mayli so'raganman-da. Endi bular anaqa bankda ishlaganlar, u paytda pul senga kerakmi, muammoing bormi? Ular faqat pul deb, pul topaman deb o'ylaydi. O'zi aslida men odamovi bo'lib qoladi, bilasizmi? Uyda o'tirgan, 2 ta gap gapira olmaysiz. 17 yoshda, tем более yo'q, shundan biri chiqmagansiz.
shunaqa kelgan, anaqa o'zing bilasan deganlar. Uncha anaqa nima deydi, поддержка qilmaganman. Sizni xo'jayingiz поддержка qilishadi, bu narsa deb yoshadi-yu, boshida men поддержка qilmaganlar. Nima kerak sanga deganlar. O'shanda xo'jayinman, xo'p deganman, hamma ishga bog'chaga kuzatganimdan keyin soat 10 da darsni boshlaganman. Kelinglar deganman. Mahsulotlarni olib kelishgan, dars o'tganman. Obedgacha o'sha 2 soat, 3 soatda darsimni ham qilib Necha bo'lganman. pulga baholagansiz o'shanda o'tgan darsingizni? Birinchi darsim $50 dan bo'lgan. Boshidan yaxshi narx Necha yil qo'yganman. haqida gap Bu ketyapti hozir mana egizlarim 9 kirsa 8 yil oldingi holat. narx qo'yishni bilgan ekanlar. Buni mana- xo'jayiningiz belgilab berganmilar Yo'q, o'zingizmi? unda xo'jayinim emas, bankirni o'zim. xotini. Chunki men o'sha paytda kurslarga borganman-da, ya'ni uydan chiqish uchun borib boshida chunki men olgan retseptlarim narxiga qo'yganman-da, arzon baholamaganman. Chunki 40 ta retsept o'rgataman buni evaziga, o'zim emas-da. Xolos shunaqa qo'yganman, 4 ayol kelishgan, birinchi kundan pul deganman. Bilmayman qayerdan unaqa deb bo'lgan, hozirdagi aldanishlar bo'lmaydi u paytda. $50 dan $200 olib chiqishgan. Uyda o'tirgan ayol uchun u paytda $200 katta pul edi-da. Xo'jayinim kelganlar, u darslarni berib, hech narsa bo'lmaganda oshxonani yig'ib qo'yganman, ketishgan. Faqat o'quvchilarim bitta odati bor, juda ham hurmat qilaman, baraka topsin. Mana kursda o'rgatamiz-ku, hamma kurslarda emas, ichida bo'ladi shunaqa qizlar. Mana narsalar o'rgatsak, o'sha kusokdan ustoz haqqi deb tashab ketishardi. Ustoz, siz ham yeb ko'ring, oziz desam, "Voy, men yeganman, olib ketaveringlar" desam, "Yo'q, bizaniki boshqacha" deb, bizani qo'limiz tegandi. O'sha narsalar qilib qo'yib, anaqa qilganman. Keyin xo'jayinim ishdan kelganlar, endi men haligi ko'p hamma intervyuda aytganman, $200, endi men juda boyman. Xo'jayinim kelishlariga endi men tezroq pul bergim kelyapti-da, men $200 topdim debdi. Kelganlar ovqatlarni berganman birinchi bo'libdi. Adasi deb bersam hayron bo'lganlar, qayerdan olding deganlar birinchi. Keyin mana shunaqa aytdim-ku sizga, shunaqa qildim. Mana bitta eng katta dars mana o'sha yerda xo'jayinimni nimaga ham hurmat qilaman, bir xil baraka top deb cho'nchaga so'radi-yu. Hozir endi shunaqa qiladilar. Lekin u paytda $200 olganlar-yu, lekin anaqa deganlar, qo'yib aytganlar, birinchi duo qilganlar. Boshlagan ishing xayrli bo'lsin, barakasini bersin. Agar shuda yaxshi ko'rayotgan bo'lsang, bitta narsa aytganlar va katta pul-da bu narsa, oilasidan orttirib shuncha pul olib chiqish. Mana shu pulni senga ishonib shuncha narsa o'rganaman deb kelishyapti. Sen shunaqa o'rgatginki, haligi qizlarga, ayollarga. O'sha narsasi uyga borib o'xshasin. Chunki men o'zim ham kursda o'qiganman deb uyga kelsam o'xshamasdi-da. O'qituvchidan so'rasam, "Qayerdadir xato qilgandir sizda" deb aytvorishardi. Xatoyim etishmasdi o'sha protsessda. Bo'lgan shunaqa ustozlar ham. Sen shunaqa o'rgatginki, senda nima deydi, uyga borib o'xshasin. Masalan, o'g'il bo'lganchiga eri olib beradi, chunki narsalar va qimmat. Shunaqa deb aytganlar, zo'r qilib o'rgatgan u. Mehri bilan, maqsading pul topish bo'lmasa, agar pul topish bo'lsa, yig'ishtirgan bu ishing deganlar. Chunki pul senga muammo bo'lish kerak emas. To'g'ri. Shunaqa deganlar, haqiqatan ham meni maqsadim birinchisida haqiqatan pul topish bo'lgan. Chunki men isbotlamoqchi bo'lganman. Men uyda bo'lsam, mana bekorchi emasman, men pul topyapman degan maqsad bo'lganda birinchisida. Chunki alamzada bilan boshlagan bu ishni. Xo'jayinim aytganlardan keyin haqiqatan ham keyingi ikkinchi darsi kelganda endi sinchiklab o'rgatardim. Tushundingizmi? Chaynab solib qo'yardim. Ketsangiz bo'ldi-da. Uyga borib kechqurun yotsa ham ustoz qilyapman desa, kechqurun javob berib o'tirardim. Голосовой qilib-da. Masalan, hech kim bunaqa qilmaydi-da, tushuntirib, qani menga rasm tasha, ichini kesib tasha, shu darajada. Men hozirgacha ham shunaqa. Shunaqa o'rgatganman. Haligi qizlar mana borib qarindoshiga qilib bergan, qarindoshi kelgan, o'zidan o'zi zanjir. Hozirgi target yo'q, reklama qil, kurs olish xohlaysizmi? Unaqa videolar paytda umuman SMS sohasi yo'q, jonli. 1000 ta obunachim bo'lgan paytda men uyimda 40 ta qiz o'qigan ekanda. Mana hozir necha mingta 40 ta qizni topish qiyin hozirgi holatda-da. Lekin shunaqa zanjir zo'r o'rgatadi. U paytda bunaqa kurslar ham yo'q edi-da. Lokatsiya ham masalan uyim ham bir tupikda undoq qidirib topish, ko'chani yuzi hozir ko'chani yuzidami, metro boradimi, juda ham qancha yengillik qilib bersiz, shuncha darajada dangas. Nima o'rgatasiz? Ya'ni yozib unda qizlar o'zi yozishardi-da. Yozib berasizmi? Gruppaga tashlaysizmi? Hozir juda ham savol ko'p-da. O'rgana olmaymanmi? O'rganish o'ziga bog'liq-da. Shu darajada shunaqa qilib kursni boshlaganman. Bitta intervyuda boyga birinchi anaqangiz duo haqidami dedim. Bitta kursga chaqirishganda ayolimga duo qiluvdim.
o'sha $200 bergan duo qildim, keyingi oy menga $2000 bergan deyishgandan boshlovchilar aka meni ham duo qiling. Haqiqatdan ham bosh $200 berib $2000 $3000gacha uyda pul topardim shu darajada. Siz maqsadingizga erishdingiz, siz isbotlay oldingiz. Hozir aytaman, haqiqatdan ham mana agar men o'shanda to'rtta bolam bor, ishim ko'p o'zi, nima kerak erim hamma narsani qilib beryaptilar deb o'tiraverganimda hech kim meni tanimasdi. Qo'shnilarimdan boshqa qarindoshlarim hozir masalan sizlar bilan ham suhbat qilmasdik, sizlar bilan ham ko'rishmasdik-da. Internetda bir-birimizni sizlarni ko'rib yurardim yokida. To'g'ri. Qarang, somsani xamirini qattiq qilib qo'ygan, tish sindiradigan qilib qattiq qilgan kelin bugun shuncha pazandalik sirlarini ayollarga o'rgatyapti. Endi qaynona qaynotangizni hozirgi faoliyatingizga fikrlari menga juda ham qiziq. Ularga ham qaysidir ma'noda isbotladingiz, ulardan olgan, o'rgangan, balki qayerdadir tanbehlaridan xulosa qilib, bugun o'zingiz epladingiz. Ular qanaqa fikr bildirishadi? Albatta xursand bo'lishadi. Endi blogerlikni qaynonamni uncha tushunishmaydi. Bloger uni Instagramda masalan hozir bilasiz, подписчикisi ko'p bo'lsa obro' deyshadi-ku. Muxlisi ancha-muncha odam taniydi, xo'jayinga aytaveradi, uni menimcha hurmat qilishadi, mana bunaqa san'atkorlar anaqa qilishadi, qizlarni o'qitgan, unaqa desa, ular uncha reaksiya bildirishmasdi. Qachon reaksiya bildirishdi? 3 yil bo'ldi. 3 yil oldin unda Halima opa rahmatli 3 yil u paytda. 3 yil oldin Adajonboy aytdim-ku, rancholari bor edi deb, o'sha yerda uzumzorlari bor, juda ham katta uzumzor, 30 necha ming xil uzumda. Mana Adajon bo'sh vaqtimizda biz televizor ko'rayotsak, o'sha yoqqa borib xomtoklar qilib, hozir 70 ga to'ladi, tinmaydi. Mana shu ish qilib nima zarur, maza qilib yoqish kerak deyurishadi. O'sha yerda uzumzorlar endi ayni avgustda g'arq pishgan paytda bir kun o'sha ko'rgani bordik. Hormanglar deb er-xotin borsak, Adajon xafalar-da borsam. Nima xafasiz desa, qancha bir 100 kilochi uzumni bir kechada uzib o'g'irlab ketishgan. Ochuv joy bo'lganda, anaqa kameralar unaqa qo'yilmagan, kuchuv ham bo'lsa boyroq bo'ladi-ku, kuchuv borib tishlolmaydi, vovullashi mumkin, hech kim bo'lmaydi. Xafalaydi, shuncha qishim bilan qilingan mehnat. Endi qolgan uzumlarimni ham anaqa bir kunda o'sha sotib olish kerak, pishib ketdi, uvol bo'lyapti. Uni yeb tugata olmaymiz-da biz. Anaqalar kelyapti, 7,5 mingdan bozordan optimga kelishyapti, 7,5 mingdan. 7 kiloyu 700 bo'lsa, 700 ni olib tashlab 7 kiloga hisoblab yuborayotgan ekan. Hisobsiz yerga urib ketyapti. O'shanda men endi anaqa opajon, xo'jayinim singlari Muxlisaxon, siz reklama qilib bering, opajon cho'madilar-da. Anaqa xo'jayinim reklama qilib bersinmi Muxlisa desalar, uncha reaksiya bildirmayaptilar. Nima qilardi, qanaqa reklama qilardi? Albatta shu uchun kecha o'g'irlashgan, bugun sotish kerak bo'ladi. Uncha reaksiya bo'lmadi-da. Keyin men ham anaqa qanaqa reklama qilaman, men tim bo'lmayman, kulinariya sohasidan tap etib o'zim sotaverdim qo'yib. Keyin endi xafalar haqiqatan ham mehnatlarini bilaman-da. Bittalab uni qog'ozga o'rab, mixlab chiqalarni qushlardan himoya qilish uchun-da. O'zim ham shuncha o'zimga-da. Oldin anaqa kelinligimda men yordam berardim. 2 qat holimga narvonga chiqib qolsam, "Voy, sen jinnimisan? Xayolimga ham kelmas tushib ketsam, bolam o'lib qolyapti." Umuman, men yordam bolangiz emas, o'zingiz ham. Nima bo'lsa qilib keturganman-da, yaxshi ko'rinish uchun, maqtashligingiz uchun. Bo'ldi. Baraka top qizim degan gaplar uchun. Shunaqa. Keldim o'sha kuni. Baribir anaqa bo'ldi ichimda, endi shuncha uvol haqiqatan ham o'zim bilasizmi, tez pishib ketadi-yu joyida. Keldimda istoriya oldim. Mana shunaqa qaynotam bilan bog'lar bor edi. O'sha yoqqa borib o'zi istoriya oldim. Men o'zim bilan ko'rgan keldik, qaranglar deb. O'sha uzumlarni mana shunaqa odamlar o'g'irlab ketibdi. O'shanga anaqa 7,5 ming aytyaptilar, 7 mingmi, 7,5 mingga aytib ko'ring deyaptilar-da. Bunchani reaksiyasiz endi mayli, kesib bozorchilar sotib yuboramiz deyaptilar-da. Men 10 mingdan dedim-da, chunki u yerda rizimatlar ham bor edi. U payt 20 ming, rizimatlar juda qimmat payt. Hammasini bir xil narxga sotib yuboraman deyaptilar. 10 mingdan dedim-da. Endi o'zi 10 mingdan sotsa ham mehnatlariga arzimaydi haligi pul. 10 mingdan dedim, kimga kerak bo'lsa sotamiz deb qo'yib yubordim haligi joy. Endi anaqa boshida 1 soat jim anaqa reaksiya yo'q. Keyin nima deydi, haqiqatan o'zim sotaman, g'alati-yu. O'qituvchilarni gipnoz qilish boshladim. Olinglar 10 mingdan va shu zo'r. Endi olganman bir shuni yeb ko'ringlar, u qimmat, rizimatlar ham bor.
o'qituvchim 2 kilo ayting, 2 kilo nima bo'ladi, 5 kilo oling, 50 ming so'm bo'ladi atigi. Mana o'qituvchilarim, o'qituvchilarni gipnoz qilishni boshladim-ki, o'zimiz olamiz dedim, etmaymiz-da, o'zimiz olamiz dedim. Keyin anaqa qilamiz dedim, mana u kimlar tarqatishga xo'jayinimga aytdim, 10 mingdan shu mehnatlari arzimaydi-da. Voy, olaylik, $100 bering deyapman-da. Qancha 100 kilo soatiga 1 million bo'ladi deyapman. Shunaqa qilsak, keyin 1 soatdan keyin o'sha boshlandi. O'zim rostdanmi, Muxlisaxon, menga 5 kilo, menga 10 kilo, haligi administratorni kurslar olib ketib, biz anaqa boshqa qiz faqat administrator. Haligi anaqani yozishni boshlayapmiz endi, chunki nomer yozyapmiz, necha kilo nima. Keyin telefon qilaman Adajonga. Adajon 10 kilo menimcha. Boshida 10 kilo, keyin 100 kilo bo'lib ketdi-da. Bir kunda o'shanda men 2,5 kunda aytaylik 750 kilo. Xullas 7,5 milliondan oshuv pul. Keyin shoptolni ham bor edi. Shoptolni ham sotamiz bordilar-da. Shoptolni ham desam, u ham ketdi. Halima opa rahmatli keldilar-da, anaqa unda bolalarni o'qitardilar, qizlar bilan o'g'illarni bizda kursda o'qishyotdi. Menga aytgan, o'sha o'g'rilarni anaqa, men o'zim dabdarazini chiqaraman, u yoq bu yoqda shuncha dodani mehnatlari deb shu ayollarni boshida qo'rqqanman, qizlarni o'qitganlardan, vajohatlaridan-da. Bizda qizlar nima desam ekan, darsdan keyin уборка qilishadi, o'sha o'zidan keyin tozalab ketish kerak. Chunki ertaga kelin bo'ladigan qizlar o'rgating dedim o'qituvchilarga. O'qituvchilar iltimos Halima opani qizlariga tag'in gapirib qo'ymanglar, ertaga oylari kelib meni urib ketadilar. Idish yuvmasa ham mayli. Lekin Halima opani men ona sifatida hurmat qildim. Nimaga? Parosat kursing bo'lsa ham qizimni beraman. Shu darajada idishlarni yuvsam, qildirgan, anaqa deb urishardi-da. Masalan, boshqalar unaqa qilmaydi, bir xilga borsa o'zini olib yuradi-ku. Yo'q, juda ham yaxshi hurmat qilib, o'shanda uzumni sotib oldilar-da. Pul olmayman desam, anaqa u senga emas, bu dodaga deb, pulni ham berib ketib, o'shanda uzumni даже anaqa reklama ham qilib berdilar-da. Shunda natijasini ko'rishgan. Natijasini ko'rishdi, lekin mana boshqa narsa e'tiborim tortdi. Har doim gap orasida o'zimga kerak bo'lgan narsani olaman. Halima opani eslab o'tdik, bekorga eslamadik. Jannatiy bo'lsin ilohim. Har bitta odamni hayotga kelishdan bizning o'zimizning missiyamiz bor. Hozir gapingizdan shuni tushundimki, yosh qizlarini ular hayotga tayyorlab ketdilar. Shunaqa. Farosat darsing bo'lsa ham beraman degan gaplari menga juda aniq ta'sir qildi va sezganimni bilmadim, shu yosh qizlarni katta hayotga siz orqali o'sha tayyorlab ketgan ekanlar. Juda ham xursand bo'ldim. O'g'illari ham o'qidilar, chef povar kursida, nachinashida. Keyin men o'zimda ham o'qitdim Gulnozani. Haqiqatan hamchi mana ona sifatida mana men bolalarimga unchalik qattiq o'tira olmayman-da. Baribir erkalayman. Shu bo'lsa mayli qo'y kichkina deylar, keyin mana ketaman. Kichkina qiz men 8 yoshimda, men ham yumayman deyman-da. Lekin ular haqiqatan xuddi bilgandek-da. Mana hozir menimcha o'sha qizlar bola o'zini eblab o'tiribdi-da. Uchun manaqa ona sifatida men shokda bo'lib qoldim o'zi o'tganlarda. Shunaqa, chunki yaqinda gaplashgan insonsiz, ertasiga menimcha hech kim kutmagan bo'lsa kerak bu ayollar joylar jannatdan bo'lsa. Shunaqa o'shanda Adajon reklamamni tushundilar, nimani bilganlarini kuchini bilganlar. Shunaqa o'shanda bildilar, haqiqatan ham ertasiga endi bu qaynotam pullari tiyinigacha kartamizga tushirsa ham xo'jayinimdan sizni kartangizga pul tushdi. Adajon kartalarini bilmayman-ku. Sizni kartangizga menimcha pul tushdi, bu kurs puli emas. Menga yechib bering deb, tiyin qilib, butun so'mlarimni olding-ku, qayerdan hozir yana kartangizni yechish sizga tushgan deb. Hammasini tiyinigacha qilib yozib, o'zlariga ham telegramlariga отчетlarni topshirib olib bordik. Menimcha o'shanda reklama kuchim bo'ldi. Endi hozir qayerga borsalar, anaqa kuni ham o'zlari ham operatsiya bo'lganlarida opajon aytibdilar, "Meni kelinim bloger. Men keyin unaqa deb faxrlanib gapirib, o'zimga yetishmaydi." Lekin anaqa nima deydi, faxrlanishadi. Hozirgi kunda hali ham bog'lari bormi? Ha, bor. Hozir o'sha klientlari bormi, postoyanniy klientlari? Hozir endi bir anomal sovuq bo'ldi, undan keyin ko'pini sovuq urib ketdi-ku, lekin har yili aytadilar, "Molizaxon, mana bunaqa uzumli qilyapmiz, sotamiz, tayyor qiling, avgust kelishiga tayyorlanib turamiz." Biznes partnyor bo'libdilar. Hozir aytaman, Adajon, endi biz u paytda nima o'sha uzurganlar nima qilyapsiz? Chunki ulgurmay qoldilar-da. Xomigacha ham uzilib ketdi, vaqt kelsa-da, bir xilgina xom berib yuboribsizlar desa, bog'imga kelsin deb bog'lariga borsalar, o'zlari qaysi birini xohlaysiz deb uzib berib, mana shunaqa ham qildim. Bir xilgina norozi bo'lib qolishgan joyda. O'zi 10 mingga uzum yo'q payt u paytda. Hattoki menga bozorchilar telefon qilishdi o'shanda.
qattiq anaqa kelin savdo qilyapsiz. O'zimni chunki anaqada bir kunda shuncha sotish 700 kilo, 750 kilo salkam 1,5 kichkina raqamlar emas. Lekin auditoriya ham baraka topsin, shunchalik ishonch bildirib. Sizni uyaltirib qo'yishmabdi. Shunaqa men juda ham minnatdor bo'lganman o'shanda. Haqiqatdan ham voy uyaltirishmadi-da, haqiqatdan ham yuzim yorib bo'lgan o'shanda. Muxlisa hozir o'zimga o'zim savol berib o'tiraman-da. Aslida biz tengdoshmiz, lekin men o'zimdan ancha yoshi katta odamni anaqa voqeasini eshitayotgandek bo'lman. Miyamda aylanib turibdi. 17 yosh bo'lganlarda, men ham 17 yosh bo'lganman. Men nima qildim? Ha, men nima qildim deb aytaman-da. Siz hayotiy juda katta tajribaga, ya'ni orqangizda juda katta bazingiz bor ekan, har tomonlama. Har tomonlama va bugungi kunda ko'pdan ko'p ayol qizlarimizga bilim berib kelyapsiz, bilim berishda charchamang, hayotiy tajribangiz bilan bo'lishishda charchamang, hammaga o'rnak bo'la oladigan ayolsiz. Juda havasim keldi. Rahmat. Suhbat zo'r bo'ldi o'rtoqlar. Ishonamanki sizlarga ham yoqdi. O'zingizga kerakli bo'lgan maslahatlarni oldinglar, insaytlarni oldinglar. Men o'zimga ko'p narsa oldim. O'ylaymanki, bejizga ushbu suhbatni ko'rmadinglar va ushbu suhbatni ko'rish uchun ajratgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Muxlisa o'zingizga ma'qul bo'ldimi? Men o'sha xayrlashib oldim. Hayajonlandim. Nima savol berisharkan, qanaqa bo'larkan deb endi baribir ham O'ylaysiz, o'ylovlar bo'ladi. Anaqa qilib salomatinglar bosadi-ku. Va sizlar televideniyada suxandonsilar, gapga ustasizlar. Men nima deyman, hattoki intervyu boshida xo'jayinimni ham qo'shmoqchi bo'ldim-ku. Menimcha yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Nima deydi, kimgadir manfaatli bo'lsin, qizlarimizga. Oila deganda yengil qarashmasin. Men hozirgi internetda hamma gullar, podarkalar olgan, bir xil kommentlarda umrim havas o'tib ketadi shekilli deyshadi. Yo'q, biz ham bu kunlarga osonchilik bilan yetishganmiz. Bizda ham qiyinchilik kun bo'lgan, vaqt kelganda homiladorlik paytimda yegim kelgan narsani xo'jayinim olib bera olmaganlar, chunki student bo'lganlar, ro'zg'ori har doim atajon qilganlar, bular alohida bo'lib ro'zg'or boshlariga tushgan paytgacha ro'zg'orlar qilinmagan. Aytmoqchiman, hamma narsa sabr bilan, kulib, birgalikda, asosiysi birgalikda. Er-xotin bir-birini tushunadi. Men buni er qilib beribdi, menda yo'q deb eng yomon erkak kishi shu narsa yomon ta'sir qiladi-da. Chunki solishtirish imkoni bo'lsa qilib berish mumkin, imkoni yo'q, u narsani olib bera olmasa, baribir nimaga menda bunaqa bo'lmayapti deb erkak kishiga shuning uchun bir-birini juda ham yaxshi ko'rib, e'zozlab, internetdagi narsalarga uchmasdan, hammaning ham hayoti internetda emas, internetdek emas-da, kimdirlar kontent uchun yashaydi. Shuning uchun bir-biringlarni yaxshi ko'ringlar, yaxshi kelin bo'linglar, kulib. Men o'sha kelinligimdagi qiynalgan vaziyatlarim, o'sha vaqti kelsa jonimni olib ketgan vaziyatlarimga men hozir rahmat aytaman. Nimaga? Hozir bitta o'zim kerak bo'lsa juda katta yig'inni o'zim qila olaman, hech kim yordamsiz. Haqiqatdan ham menga faqat xo'jayinim yordam bersalar bo'ladi. Bir kun o'sha yasatib, o'sha mehmonlar, men hozir endi ro'za bo'lganiga xijolat bo'lamiz. Bir alohida kelinglar ro'zadan keyin, chunki juda ham men stollarni chiroyli qilib, shirin ovqatlar qilib beraman inshaalloh. Xohlasa. Bu bizani yana uchrashishimizga bir sabab bo'ldi. Inshaalloh. Suhbatingiz uchun rahmat. Tanishganimdan xursandman. Sizni boya yuqorida aytdim, bir video orqali taniganman, xo'jayiningiz orqali deb. Bugun sizni o'zingizni inson, kelin, ayol va o'z sohasi mutaxassisi sifatida taniganimdan xursandman. Doim ishingizga rivoj, oilangizga baxt, farzandlaringizni. Bugun farzandlaringiz haqida ko'proq so'ramoqchi edim, lekin sizni o'zingizni hikoyangiz bizga oiladagi holat, oiladagi sharoit, farzandlaringiz tarbiyasini ko'rsatib qo'ydi. Nasib yana ko'rishamiz. Yana chiroyli mavzularda suhbatlar qilamiz. Hozir biz xayrlashmaymiz siz bilan. Kichkina savolchalarimiz bor. Sizni yana ham ochish uchun, yana ham yaxshiroq tanish uchun. Shu sizlarga esa rahmat. Bizani 1,5 soat, 2 soatga yaqin vaqt davomida kuzatdinglar. O'ylaymanki, o'zingizga kerakli, chiroyli gaplarni eshitdinglar va xulosani chiqardinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ajratgan vaqtingizga har doimgidek aytgandek rozi bo'linglar. Men o'ylaymanki, aynan shu suhbat har birimizga xayrli va manfaatli bo'ldi. Siz uchun qaysi taomni tayyorlash qiyin? Men uchun oddiy keks pishirish qiyin. Doim berch bo'lib qoladi menda.
Oshxonada eng yoqtirmaydigan ishingiz nima? Oshxonada men ovqat qilishni juda ham yaxshi ko'raman. Ovqat qilganimda yoki yangi retseptlar qilganimda yoyib tashlayman. Keyin yig'ishga sal anaqa. Men syomka paytida ham yig'ishga erinaman, to'g'risi shu. Turmush o'rtog'ingizni xarakterini qaysi taomga o'xshatasiz? Taomga? O'ylab ko'rmagan ekanman. Xarakterlari. Aytaylik, osh deylik. Chunki vaqti kelsa qattiqlar, vaqti kelsa yog'li erib ketadilar. Tansiq taomlar. Zo'r javob bo'ldi. Baxt retseptini tuzish mumkinmi? Ushbu retseptga qanday masalliqlar qo'shgan bo'lar edingiz? Baxt retseptiga oila, farzand, mehr, qo'llab-quvvatlash va bir-birini har doim ardoqlash. Ishonch kelgan. Sizga eng ko'p yoqmaydigan 3 ta so'z. Uydasan-ku, bekorchisan-ku, yokida qaysi so'z yoqmaydi? So'z xislatlar yoqmaydi, lekin so'zni bilmadim. Xislatlarni aytib o'ting. Yolg'on yoqmaydi. Keyin odamlardagi soxtagarchilik yoqmaydi. Mana bitta dasturxonda o'tirib, bir pelada choy ichib, lekin o'z aslida bir-birini juda ham yomon ko'radigan insonlar bor-ku, shunaqa insonlarni yoqtirmayman. Shuning uchun atrofimda men do'stim yo'q. Oilam bilan ko'pincha yuraman, qayerga borsam, har xil kuruklik qo'shilmayman. Shu yolg'on, aldov, birovni haqqidan qo'rqmaslik eng yomon ko'rgan hislatim. Sizga eng ko'p yoqadigan 3 ta so'z. Eng yoqadigan so'z samimiysiz deyishligisi. Keyin o'sha xo'jayinimma yaxshiyam borsan onasi deyishlari eng ko'p yoqadi. Va bolalarimni oyijon siz yaxshi ko'ramiz deyishligisi yoqadi. Insonni qadr-qiymati qaysi holatlarda bilinadi? Qadr-qiymati aytishadi, insonni faqatgina yomon boshingga ish tushganda sinaysan deyishadi. O'zi aslida yaxshi kuningizda ham sinasangiz bo'ladi. Lekin qadr-qiymat kasal bo'lganingizda yomon bilinadi. O'sha yotib qolishdan Xudo asrasin. Men narkozda oyog'im ishlamay yotib qolganimda kimgadir bir piyola suv olib berishiga muhtoj bo'lib qolar ekansiz-da. 2-3 marta aytishga uyalar ekansiz. Shuning uchun qadr-qimmat o'sha kasal bo'lganingizda juda ham qattiq bilinadi va o'sha boshingizga ish tushganda faqatgina pul taraflama emas, aynan yaxshi gap taraflama yoki pul taraflama yordam bermasa ham sizni oldingizda davay hammasi yaxshi bo'ladi deb поддержка qilib turishi ham sizga juda ham qadrli bo'lar ekan va o'sha insonlarni shunaqa holatda bo'lganman-da va o'sha insonlarni men qadrlayman haligacha. Turmush o'rtog'ingizni nima deb erkalab chaqirasiz? Asosan adasi deyman, Baxtiyor aka deyman. O'zimiz bo'lganimizda hayotim, hojam, jonim deb turaman. Bolalaringizga baqirib urishib turasizmi ularni? Bolalarimga baqiraman ham, urushaman ham, uraman ham. Bu yaxshimi sizningcha? Tarbiya menda endi o'g'illi, qizlar ham ko'p. Xo'jayinim bizda juda qattiq erkalaydilar-da, juda ham qattiq erkalaydilar. Ularga qattiq gapirmaydilar. Ko'pincha xo'jayinim bilan urushib qolishimizning sababi ham bolalar deb bo'ladi. Chunki men bolalarni urishganimda urma, qattiq gapirma deb ko'pincha shu mavzuda urushib qolamiz. Siz yonini olmang, yana bolalarni oldida yonini olmang, ularni ko'tini ko'tarasiz deyman-da. Bolalar urushib turaman, chunki urushmasangiz aytganini qilmaydi-da. Vaqti kelsa urib turaman, lekin katta o'g'lim hozir 16 ga chiqyapti. Uni oldingidek qanaqadir boshqacha bola bo'lib qolgan. Uni ura olmayman, lekin kichkinalik katta yishadi. Mana o'g'lim 16 ga kiryapti dedingiz, yaqinda unaqa ko'p vaqt emas-da, juda oz qoldi qaynona bo'lishingizga. Xuddi o'zingiz kabi qizni olib kelsa olib berarmidingiz? Albatta. Chunki men o'zimni maqtanish emas-ku, yaxshi kelin deb bilaman. Va o'zimdagi qizga uylansa, men xursand bo'lardim. Bo'lajak keliningiz qanaqa xislatlarga ega bo'lishi kerak? Xo'p, kelinim men juda ham xohlardim toza ish qilishini. Saramjon, kulib, eriga kulib, bir-birini hurmat qilib, xuddi bizdagi mehrli, ardoqlab yuradigan shunaqa insonlar bo'lishini juda ham xohlardim.
kelinim xuddi qaynanam menga aytgan gaplardek kulib tursa, xo'p bo'ladi deb tursa. Va albatta farzandi bo'lmasa ham o'rgatib olamiz-ku, lekin qaynana buvijonning bitta gaplari bor edi. Bilmagan ayb emas, o'rganmagan aybdirdilar. Chunki bilmadim deb bilmay yuraverish kerak emas, o'rganish kerak. Shuning uchun xudo xolisi o'rgatib olamiz. O'rgatib ham, o'rgatganingizdan keyin ham qila olmasa, endi u yomon. Yolg'iz farzandman dedingiz. Hozirgi kunda onangiz kim bilan yashaydilar? Eng ko'p keladigan savol, oyimlar biz bilan turadilar, lekin o'zlarining uylari bor. Hozir endi yolg'iz bo'lganlari uchun har doim kelib menga yordam berib turadilar. Shuning uchun menga yordamchi olishim kerak emas. Ortiqcha begona odam shuning uchun xohlamasam kerak. Oyimlar har doim kelib turadilar, lekin o'zlarining uylari bor, o'zlarining uylarida turadilar. Xo'jangiz nima ish qiladilar? Xo'jayinim davlat ishida bo'lganlar, har doim chet el davlatlarda ishlaganlar. 5-6 ta til biladilar. Hozirda tadbirkorlar bitta частный firmada moliyalashtirish bo'limi отделini boshlag'anlar. Marhaba, marhaba, marhaba.